12 20 bo'ldi. Bo'ldimi o'sha? Bo'pti, yasha. Bo'ldi. Mana olib qoldi. Yo'qmi? Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Assalomu alaykum. Eshitilayotgan bo'lsa, men Orif Bo'tayevman. Chorvachilik va yaylov xo'jaliklarini rivojlantirish agentligi rahbari. Xabaringlar bor, mana hurmatli prezidentimizni 12-mayda ikkita tegishli farmon va qarorlari qabul qilindi. Shu bilan yangi qo'mitalar tashkil qilingan. Shundan bittasi mana chorvachilik yaylov xo'jaliklarini rivojlantirish agentligi. Shu agentlikda tarkibida chorvachilikdan tashqari parrandachilik, asalarichilik hamda yaylov xo'jaliklari rivojlantirish boshqarmalari ham muvofiqlashtirish masalalari hammasi agentlikka yuklatilgan. Umuman kelgusida sizlar bilan birgalikda o'ylaymanki samarali ishlarimizni tashkil qilib, birgalikda muammoli masalalarni yechimlari hamda qo'shimcha sohani asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlarga o'tamiz. Endi xabaringlar bor, bu hamma tashriflarda ham boshqa mana shu qishloq xo'jaligiga taalluqli yig'ilishlarda umuman hurmatli prezidentimiz tomonidan shu asalarichilik, umuman asal yetishtirishni ko'paytirish bo'yicha juda ko'p e'tibor berib, shu sohaga shuni rivojlantirish bo'yicha umuman buni tadbirkorlarga, xonadonlarga ham shu daromad manbaiga aylantirish bo'yicha ko'p topshiriqlar berib, mana shu sohaga alohida mana bankni biriktirib bergan Aloqa bank bilan birgalikda ishlar amalga oshirilyapti. Endi biz hozir sizlar bilan bugun ko'rishishimizdan maqsad shu sohadagi o'zi yig'ilib qolgan qanaqadir masalalar, tizimli masalalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qo'shimcha takliflar bo'ladigan bo'lsa, shularni hammasini sizlar bilan birgalikda hozir mana bugungi yig'ilishimiz ham bevosita prezident administratsiyasi mas'ul xodimlari bilan birgalikda tashkil qilinyapti. O'ylaymanki joylarda ham shu savdo sanoat palatasi shunga yarasha tadbirkorlarimiz yig'ilgan. Bu yerda bu masalalarni ko'rib chiqamiz. Xabarlaring bor, mana har yili davlatimiz rahbari o'sha tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadilar. Bu yerda ko'p masalalarga, shu tadbirkorlarni qiynayotgan muammolarga yechim topish bo'yicha
amaliy ishlar qilinadi. Agarda bugun biz sizlar bilan samarali bir muloqot qilib birgalikda gaplashib olsak, biz o'zimizni qo'limizdan keladigan hamma masalalarni mana qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan, agentlik tomonidan qo'yiladigan masalalarni o'zimiz yecha oladigan masalalarni hammasini o'zimiz yechamiz. Bizni vakolatimizda bo'lmaydigan masalalar bo'yicha tegishli takliflarimizni administratsiya bilan birgalikda kiritamiz. Shunga agarda xo'p desanglar, bugun qanaqa gaplashamiz, kimlar so'zga chiqadi, shuni moderatorlikni Savdo sanoat palatasi sizlar amalga oshirsanglar, bizni mana asalarichilik uyushmasi, o'zimizni tegishli mas'ul xodimlarimiz hammasi qatnashyapti. Ko'rib chiqishga kirishamiz. Iloji bo'lsa hammadan iltimos bo'lardiki, mana shu individual masalalar emas, o'zini qiynayotgan, albatta u masalalar ham to'g'ri. Faqat shu masala o'zi va o'ziga o'xshagan asalarichilardagi mavjud muammo bo'lsa, demak bu 3-4ta tadbirkorda shu masala kelib chiqyaptimi, buni biza hammasini demak yechilishi kerak bo'lgan tizimli masalalar sifatida o'zimizga belgilab olamiz. Savdo sanoat palatasi unda moderatorlik qilasizlarmi sizlar? Assalomu alaykum. Yana bir narsani hurmatli hamkasblar, sizlarga nima aytib qo'yay, mana prezident administratsiyasidan Ulug'bek aka, Nurullayev qatnashyaptilar. Har bitta soha bilan mana shu gaplashib buni alohida nazorat va bizga yaqindan yordam berish nuqtai nazaridan qatnashyaptilar. Ulug'bek aka, rahmat. Agar ruxsat bersangiz, Assalomu alaykum. Orif aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli tadbirkorlar, yig'ilish ishtirokchilari. Xabaringiz bor, har yili davlat rahbarida yig'ilish bo'ladi. Tadbirkorlar bilan uchrashuv, ochiq muloqot shu avgust oylarining boshiga. O'shanga endi tizimli muammolarni aniqlash kerak bo'ladi, shakllantirish kerak bo'ladi. Tizimda nima muammolar bor va tizimni rivojlantirish bo'yicha qanaqa takliflar bor? Masalan, asalarichilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha shakardan kechib asal nimasini ko'paytirishmi, shunga o'xshagan bir tizimli takliflaringizni bersangizlar yaxshi bo'lardi. Moderator Savdo sanoat palatasi hamma takliflarni yozib oling, shakllantirib berasiz oxirida. Yig'ilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum, Orif Alimbayevich. Assalomu alaykum, Ulug'bek aka. Hozir hurmatli tadbirkorlar, hozir 40 ga yaqin asalari bilan shug'ullangan tadbirkorlarimiz ulanishgan, 40 dan oshiqdan уже bo'ldi. Aytganingizdek, takliflarini, muammolarini hozir o'rganib berishadi, yozib borib, uni pasport ko'rinishida taklif qilamiz. Hop, уже anaqa boshlasak bo'ladi. Kimda bir taklif bo'lsa, viloyat ulangan, viloyatlarimiz zamoni ulangan, viloyatlarimizdan boshlasak ham bo'ladi. Viloyatlardan tadbirkorlarga so'z beramiz. Xorazm. Marhamat, tortinmasdan bemalol gapiraveringlar. Bu biz umuman bu yig'ilish emas yoki bir qanaqadir seminar yo boshqa haqida emas. Faqat bugun sizlarni eshitib, shuni o'zimizga vazifa qilib olmoqchimiz. Marhamat, agarda alohida ulanganlar so'z olmoqchi bo'lsa, shu ekraninglarda boyagi qo'l ko'taradigan nimasi bor, tugmasi bor, o'shani yoqsanglar biz ko'ramiz-u, shunga qarab yuraveramiz. Hurmatli tadbirkorlar, aytganlaridek bu ochiq muloqot, bo'lsa bemalol taklifini, talabini qanaqa muammo bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Viloyat boshqarmalari agar bu yonimizda o'tirgan tadbirkorlarimizga taklif bo'lsa, aytganlaridek
bosib bemalol beringlar. Tortinib bir anaqa qilib Birinchi agar xo'p desanglar, birinchi qo'l ko'taryaptilar Abdurashid aka yarashib. Marhamat, siz qo'l ko'tardingiz shekilli, shunaqa qilaylik bo'lmasam. Keyin sal moslashib olgandan keyin bir-biringlarni baribir ko'tarayotgan masalalar hammanglarga begona emas, soha bitta, chunki shunga qarab davom ettirib ketaveramiz. Marhamat, Ulug'bek aka, siz ko'tardingiz, shunga birinchi bo'lib sizdan boshlay qolaylik. Abdurashid aka, uzr, man adashibman. Yoqilmayapti mikrofoningiz. Mikrofoningiz yonmadi hali, Abdurashid aka. Buni endi yoqildi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'qmisizlar, hormanglar. Mana rahmat asalorchilarni o'ylab shunday ishlarni tashkillashtiryapti. Bu uchun hammalaringizga rahmat. Mana asalorchilarga hozir shu paytda nima muammolarni aytishimiz mumkin. Birinchi muammomiz shu Ulug'bek aka, hozir bir minut. Ulug'bek aka, hurmatli hamkasblar, kim shu so'z boshlashdan oldin mana shu agarda jismoniy shaxs yo tadbirkorlik subyekti bo'lsa, shundan boshlaylik. Misol uchun mana Ulug'bek aka, menimcha Buxorodan bo'lsangiz kerak, Olotdan. Abdurashid aka, nimagadir Ulug'bek aka tilimga kelib qoldi. Navoiy viloyatidaman. Toshloq asal shifo fermer xo'jaligining raisiman. Asalorchilik bo'yicha shug'ullanamiz. 2009-yilda ochilgan asalorchilik fermer xo'jaligimiz. Marhamat. Yana uzr birdaniga muammoga o'tib ketdik. Asalorchilarga asosiy muammomiz birinchidan shu gerbisid dorilari, mana hosil paxtalarga sepilayotgan dorilar, shu oddiygina shu dorilarni shunday kuchli dori sepmasdan ham o'zimizni eski bu ota bobolarimiz qo'llagan usulda ham har qanday bedaxandalarni ham boyagi qavunlarga, o'simliklarga tushgan dorilarni yo'qotadigan usullarni bilamiz. Shularni bir maslahatlashib nima qilsalar, sepsa fermerlar. Endi ikkinchi muammomiz mana shu asalorchilarga hozir biz o'zimiz bilmagan holda davlatimizga ham, endi davlatga emas, milliardlab foyda keltiryapmiz. Mana o'simliklarni rivojlantirishga, changlatishga, paxtalarning hosildorligini oshirishga, shularni hisobga olib subsidiyalarni uylab ko'rsalar. Yana bir muammomiz borki, mana bu fermerlarda joy masalasi. Shu dorilashdan oldin bizga bir belgi bersalar, mana faloncha kuniga dorilaymiz, shu kunda oriz olib chiqib keting deb aytmaydilar, o'sha kuniga dorilab qo'yadilar. Hozircha fikrimiz shu, dardimiz ham shu. Abdurashid aka, siz mana paxtaga o'sha dori sepilayotgan mana paytda fermerlar ogohlantirsa yoki bo'lmasam bir mana shu kuni shu dorilar sepiladi desa, men paxtani shu daladan boshqa joyga 2-3 kunga o'tkazib turaman demoqchisizda, shunaqami? To'g'ri. Ya'ni biz sizlarga ogohlantirmasdan o'sha dorilash boshqani shular xabarlaring bo'lmay qolyapti. Haqiqatan ham. Bu birinchi masala. Buni hozir vazirlik, men bir vaqtda o'zida qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari hisoblanaman, vazirligimiz bilan birgalikda o'ylab buni Ibrohim Yo'lchiyevich ham anchadan beri ko'taryapti. Mana shu yig'ilishlarda bu asalari changlatishga, boshqaga hosildorlikka juda yaxshi katta samara berishni boshladi, lekin
Sizlar mana shularni ogohlantirmayapsizlar, uni asalarini o'sha ertaga oilalarni qirilib ketishiga, boshqasiga sabab bo'lib qolyapmiz degan masala ko'tarilyapti. Buni tushundim. Endi ikkinchisi mana bu subsidiya degan masalangiz. Subsidiyani nimaga subsidiya bersin deyapsiz? Masalan, asalari uyasigami yoki bir ishlab chiqarish qilsalaring biror texnologiyagami, bilmadim, qaysi hozir nimaga subsidiya bersin deyapsiz? man hozir internetdan salkam 170 ta davlat asalari sistemasini o'rganib chiqdim. Masalan, oddiygina Amerikani hisobga olsak, u asal 33 million daromad qilyapti. Lekin davlat unga 40 million subsidiya ajratyapti. Mana Polshani ham, Fransiyani ham, Germaniyani ham, hamma davlatlarni subsidiya ajratayotgan summasi, grafiklari hozir mavjud. Internetdan olganman. Faqat bizani Sredney Aziyada shu Qirg'iziston bilan O'zbekiston, Turkmanistonda, Tojikistonda yo'q, qolgan davlatlarda hammasida subsidiya bor. Bu bilan birga asalari uchun subsidiya berilsin demoqchi emas. Mana shu ishlab chiqarishni qilishga, mana ligatni kreditlarni berishga bir arzonroq qilib, endi uzr, men boyagi madaniy tilda gapira olmayman. Ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yishga, mana biz asal qadoqlashlarni, texnologiyalarni olmoqchimiz. Yoki mana ram detallarni chiqarayotgan kompyuterni stanoklar chiqqan, mashina chiqarayotgan stanoklar chiqqan. Endi hozir ularni boyagi 33%, 28% kreditga olsak, asalorchiga qoplamaydi. Mana shular kreditlarga subsidiya, keyin asalorni ushlab turganligi uchun ham subsidiya ajratsalar ancha manfaatga muvofiq bo'ladi. Hozir oilaviy tadbirkorlikda mana bu 17%lik kreditdan sizlar foydalanmayapsizlarmi, Abdurash aka? Yo'q, 17% kredit yo'q bizada. Mana Aloqa bankka murojaat qildik. 7 yillik kredit bor ekan, 193 idimi, yodimdan chiqdi. 4 yoq sudradi, qisqasi, kreditga olmaganimiz ham yaxshi bo'ldi. O'zimiz yo'limizni topib ketdik. Endi olganimizda boshqacha bo'lardi. Yo, siz to'g'ri masalani aytyapsiz. Masalan, bir xil davlatlarda o'sha olib qo'ygan uskunasi yoki bo'lmasam uni qadoqlashini yo'lga qo'ysa, boshqa qilsa, qilgan xarajatini bir ma'lum bir qismini 20%gacha qoplab beradigan tizimlar ham borda. Bor. U asalor turganligi uchun davlatlar subsidiya ajratyapti. Masalan, oddiygina bir Amerika bilan boya Fransiyani aytdim. Bir oddiy asalorchi hozir oti yodimdan chiqib o'tiribdi. 33 million dollarga asal olyapti. Davlat 1,5 mingta vorisi uchun 44 million asalorni ushlab turganligi uchun subsidiya ajratyapti. Bu rivojlangan davlatlarda hozir bir faqat bizani 3 ta davlatda yo'q, Qozog'istonda ham bor ekan. Rossiyada ham bor ekan. Asalorni ushlab turganligi uchun subsidiya ajratish masalalari bor ekan. Tushunarli. Buni bir hozir hammasini yozib oldim. Birga nima qilamiz? Sizlarda qo'shimcha bormi masalan? Yana bitta iltimosimiz bor. Hamma narsaga strahovaniya bo'ldi, shu asaloriga yo'q. Mana doriga tushib qolamiz yoki qish yomon kelib qoladi yoki mana yo'lda tabiiy nima bo'lib qoladi, avariya holatlari bo'lib qoladi. Shularga bir strahovaniyani ham yo'jalarga tushib qolamiz. Qishloq xo'jaligida sug'urta qilish, ya'ni mana shu asalarni oilalarni qirilib ketishi yoki bo'lmasam ob-havo sharoit yo boshqa vaziyatda qirilib ketishini oldini olish bo'yicha haqiqatda bunaqa tizim bor, sug'urtalash tizimi.
Faqat buni boyagi to'lanadigan sug'urta mukofoti birmuncha yuqoriroq bo'ladida. Masalan, oddiy holatda 1%, 2% bo'ladigan bo'lsa, bu qishloq xo'jaliginiki sal 3-4%, 5%gacha yuqori bo'lishi mumkin. Lekin 5% to'langan taqdirda ham, masalan, 50% boyagi daromadini yo'qotishdan ko'ra bu yaxshiroq deb hisoblayman man. Yoki bo'lmasam Endi- boshqacharoq bir tizim qilishi mumkin. Masalan, bir xil sug'urta tizimi shunaqaki, man bankda ishlaganimni shuni aytyapman sizlarga buni. Boshqa qishloq xo'jaligidagi sug'urtalash tizimi, buni bitta o'ylab ko'ramiz. Ya'ni bir xil tizim shunaqaki, yo'qotish 50 million bo'ladigan bo'lsa, uni bir 50%gacha yoki bo'lmasam maksimalli bir 20 million so'mgacha boshqasini to'lab berish anaqalar ham borda, sug'urta. Ya'ni maksimal summasiga ular chegara qo'yishi mumkin. Agarda shu narsalar bizga bir ma'qul deydigan, qolganlarni ham bunga qo'shimcha takliflari bo'lsa, hozir eshitamiz. Mana shu sug'urtalash tizimi balki mana bu so'rayotgan subsidiyalaringda o'sha bir qismini, sug'urta xarajatlarini bir qismini subsidiya qilib qoplab berish kerakmi? Shunaqa masalalarni ham bo'lsa, qolganlardan ham bitta eshitsak, yana gaplashamiz hozir. Umumlashtiramiz hammani Rahmat. fikrini keyin. Balki boshqalarda Rahmat. boshqacharoq, hozir aytayotgandan yaxshiroq fikrlar, takliflar bo'lsa, buni ham ko'rib chiqishga tayyormiz. Abdurashid aka, Rahmat. rahmat. Hammasini yozib Rahmat. oldim. Marhamat, keyingisi. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan Halimov Miral dehqon xo'jaligi rahbariman. Sizlarga ham rahmat. Aka, marhamat, eshityapmiz sizni, gapiring. Men shu taklifim shuki, shu asalarichilikka o'zim mutaxassisman, vrach bo'lib ishlaganman. Asalarichilik bo'yicha ko'p yillar tumanlarda asalarichilik yaxshi bir rivojlangan, lekin shularga bir imkoniyat, asal beradigan o'simliklarni ko'paytirsak, keyin bittadan shtat qonuniy shtat berilsa, shu qishloq xo'jaligiga beritiladimi? O'sha asallarni rivojlantirishga e'tiborga olinsa deymanda. Shu masalalarda Hozir bizda Davay. mana agentlik tashkil bo'ldi deyapmiz-ku, mana agentligimiz Aha. hozir shuni strukturalarimizni ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni pastda Aha. bizda viloyatda, tumanlarda qaysi xodimlarimiz bo'lishi kerak degan nimani vertikal strukturamizni ko'rib chiqyapmiz. Hozir asalarichilik bo'yicha ham o'sha tegishli mutaxassis shu doimiy ravishda pastdagi o'sha asalarichilar bilan ishlaydigan bir tizimni o'shanga qo'shishga harakat qilamiz. Buni men yozib oldim. Pastda o'sha shu bevosita shug'ullanadigan, ishlaydigan odam bo'lsin deyotgan. Masalan, ikkinchisi tumanlarda shu yaxshi shira beradigan ekinni ekish uchun bir sharoit qilinsa asalarilarga rivojlantirish uchun. masalan Makka, o'tbeda, keyin mana bir xil boshqa xil o'simliklar chetdan kelib o'shalarni tashkil qilinsa, asalarilar birlashib yaxshi rivojlanishga yaxshi e'tibor beriladi-da, asal olishga. Paxtani yaxshi, mana bizga ingichka to'ralar paxtani ular biza juda zo'r shira berardi. endi ingichka tola boya janubiy viloyatlarimizda hozir endi alohida o'sha shu o'simliklarni ko'paytirish, mana u dala chetlariga ekish bo'yicha, boshqa bo'yicha hozir ishlar qilinyapti. Buni o'ylab ko'rib, demak,
Mana shu asalari uchun kerak bo'ladigan ham bir anaqani berishga harakat qilamiz biz. Unda shuni vazirlik bilan birga maslahatlashamiz. Mirali aka, rahmat. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad, rahmat. Mirali aka, mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Farruh, marhamat, qo'l ko'taryapsiz ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Farruh aka. Men Toshkentdanman. Ikkinchi avloddagi atalarichi bo'laman. Hozirgi paytda mana hozir subsidiya masalasini ko'tarildi. Bu masalada meni bitta taklifim bor edi. Subsidiyani hammaga berib yuborsa, u men noto'g'ri hisoblayman. Nimagaki subsidiyani berilayotganda naslchilik birinchi o'rinda naslchilikka berish kerak. Naslchilik bilan shug'ullanayotgan asalarichilik xo'jaliklariga. Keyin yangi standartlar, ya'ni hozirgi paytda mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, O'zbekistonni eksporti Rossiya bilan bir necha hozir anaqada turibdi. O'shanga bir necha dona o'zim ham borib anaqa qilib keldik. Mana hozir chetdan zaявkalar bor, ya'ni asalarining paketlarini sotib olishga. O'shanda Suriyadan bo'ldi, Iordaniyadan bo'ldi, mana Turkiyadan ham qiziqish bo'lyapti. Endi gaplashganimizda faqat endi bizda Ozarbayjondan mana bu yil anaqa qilindi. Bularning standarti bilan bizning standarti farqi bor. Bizning standartimiz dadan standarti bo'ladi. Ya'ni ramkalar dadan. Ularda root Langstroth, ya'ni bu Yevropa Amerika sistemasi. Men o'ylardimki, agarda kimda kim shu sistemalarga o'tib yangi uyalar, ya'ni shu sistemada yangi uyalarni ishlatgan xo'jaliklar va naslchilik bilan shug'ullanayotganlarga subsidiya berilsa, o'zidan o'zi odamlarning qiziqishi bo'lib, endi bu yoq o'zbekchilik o'zingizlar bilasizlar, o'shanga intilib odamlar yengillikka o'tardi. Subsidiya olaman degan maqsadda ham, shuni yengilab olinardi deb o'ylayman. Tushundim. Siz aytmoqchisizki, Farruh aka, masalan, o'sha eksportga chiqish uchun boyagi olinadigan qanaqadir ruxsatnomalarmi, sertifikatlar, keyin buni texnologiyalar, shularni qilgan odamlarga ko'proq subsidiyani o'sha yo'nalishga berish kerak. Ya bir qismini xarajatini qoplab bersin, masalan, o'sha sertifikatni olganda yoki boyagi birinchi nima naslchilik shu asalari oilalarni saqlab qolganlarga beraylik deyapsiz-da, to'g'rimi? O'sha naslchilik bilan shug'ullanayotgan anaqalarga, masalan, shakar oladigan bo'lsa, shakarning bir qismini, salarka bo'lsa, mashina texnikasi bo'lsa, bir mana Qozog'istonni hali gapirdilar. Qozog'istonda men bir ikkita proyektlarda ishlaganman. Endi sistema boshqacha, biznikidan boshqacha. Xalqni jalb qilish uchun yo'lda dehqonchiligiga, yer masalasiga, hosiliga ham subsidiya, ya'ni salarkasi, hamma narsasini subsidiya asosida qilib beriladi. Bizda o'shanga qiziqtirish masalasida, ya'ni yangi sistemaga odamlarni o'tish maqsadida shu narsani qo'llasak yaxshi bo'ladi. Endi hamma narsaga просто takka pul berib qo'ysa ham mana xomtovoq qoladi odamlar ko'pchiligi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun yengillikka intilish maqsadida shu narsani qilsak, naslchilik bilan shug'ullansa, ya'ni birinchidan naslni tozalab olamiz, bu bir. Ikkinchidan yangi sistemaga o'tib olamiz. Shunda bir o'zgarishlar katta bo'lardi deb o'ylayman. Keyin straxovka masalasida asallarni agarda bo'lmaganda shu zaharlanish masalasida, mayli u to'fon bo'ladimi, boshqa emasdi, yo'lda o'lishi yo o'ldirib qo'yishi, unaqa qilsangiz asallarchi yana xomtovoq bo'lib qolib qo'yadi. O'lgandan keyin straxovkasini olaman, u qolsa deydi, u bo'lmaydi. Bo'lmashi imенно shu zaharlanish masalasidagi straxovkani agar qilib qo'ysak, shunda hatto o'sha dehqonchilik bilan shug'ullan, hozir ko'pchiligi paxtakorlarga yopishyapmiz-ku, va shu katta klasterlarga, boshqalarga, lekin bu yerda esdan chiqarib qo'yamiz. O'sha qo'shimcha yerda olib daromad qilaman deb qovun ekib, tarvuz ekib,
zaharni pisillatib sepib qo'yyapti ular. Keyin bu katta fermer xo'jaliklarning boshiga tushyapti. Razbor o'sha ularda bo'lyapti. Nimagaki ular bekingan holatda chekkalarda ekkan. Men o'zim ham borganimda piyozni ko'raman. Piyozda juda dust o'sha birinchi jahon urushiga kimический оружие qilingan dustni ham haligacha sepishyapti-da. B-58larni. O'shalarga bir chora ko'rilsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Shu hozircha shu. Qo'shimchangiz bormi? Bironta qanaqani yo'q, uni asalarichilik uyushmasini nimasi qatnashyaptimi bu yerda hozir? Bu sug'urta qilish tizimi bo'yicha Orif aka Qishloq xo'jaligi vazirligida to'lovlar agentligi tashkil qilingan. Shu to'lovlar agentligi 2028-yildan asalarichilarni, ya'ni asalari oilalarini sug'urta qilish tizimini ishlab chiqish bo'yicha ularga topshiriq ketgandi. Ular shu bo'yicha 28-yil 28-yanvardan tizim ishlab chiqamiz deb ularga topshiriq tushgan. Ya'ni nima qilish bo'yicha, oilalarni himoya qilish bo'yicha sug'urta tizimini, nizom ishlab chiqish bo'yicha ularga topshiriq tushgan. yo'q. Endi unaqa emasda. Ungacha 2028-yilgacha u nechta asalari bor? Biz o'zimiz ham bormizmi, yo'qmizmi? Xudo poshsho, o'shaning uchun biz hozir Ulug'bek aka agar mana shuni bir administratsiya orqali bir yordam berilsa, biz o'zimizga zadacha olaylik. Mana shu asalarichilik uyushmasi bilan bir ikkita o'sha yaxshi mana Farruh akalarga o'xshagan, bundan oldin mana Amerikani, Fransiyani bularni gapirdilar Abdurashid aka. Bularni hammasini bir chaqirib, yana gaplashib, shu nizomini o'zimiz ishlab chiqib bera qolaylik. Chunki bu sohani to'lovlar agentligi bundoq olib qarasa, nima deydi, buni nizomini tezroq yo'lga qo'yish boshqa bizda ko'proq qanaqamizda nima deydi, interesimizni bizga ko'proq kerak bu nuqtai nazardan. Shuni o'zimiz olamiz, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Siz buni o'zingizga yozib oling. Endi shundan foydalanib bitta savolim bor edi. Navruz u FAO bir necha yil oldin qulajayotgan edi, programma tuzilgan edi. Adashmasam asalchizormi degan. O'shanda ya'ni asalarichilarni joylashuvi, место дислокации пчел, keyin передвижение, keyin asalarichilarni kimyoviy obработкаlardan himoyalash uchun programma ishlatib FAO pul ajratgan edi. Buni Farg'onada olishgan edi. Shu nima bo'ldi? Bu tizim tuzildimi? Pulni yeb ketib, shu bilan qolib ketdimi narsa? Farg'onada Arzor.uz dasturini ishlab chiqqan ular, lekin hozirgi kunda ishlamayapti deb ma'lumot bergan oxirgi paytda. Ana serverida muammo bor, serverini ishlatish uchun pul kerak deb aytgan. Arzor.uz dasturini. Bizga va'da qilgan edi-ku o'shanda uchrashganda qilib beramiz, bo'ldi degan edi, bo'ldi ishga tushdi. Yo pulni yeb aniq ketishdi. Endi bu bunaqa bo'lsa kanam ishlar. Bitta narsa qilaylik, bo'lmasam hozir Fardi gapiryapti. Farruh aka. Yo'q, Fardi. Fauni aytyapti. aytyapti. Mana bu bizda demak buni bir общий boyagi asalarichilikda umuman hammasini bir yiqqan holda O'zbekiston sharoitida asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha ularni boyagi saqlab qolish, moliyalashtirish, subsidiya tizimi, shuni bir strategiyasini hech yozilganmi yo'qmi? Bor, yozilgan. Yozilgan. Uyushmada yozilganlari bor. Yo'q, bir mutaxassislar, misol uchun sizlar buni noto'g'ri qilyapsizlar, rivojlangan davlatlar yoki mana bu davlatda bu narsa bo'lyapti yo bu narsa bo'lyapti degan narsani yozdirishimiz kerak ekan. 2 yil oldin yozilgan, uni yana bir переработка qilish kerak-da. Misol strategiya yozilmagan, strategik takliflar yozilgan 2 yil oldin. Lekin hozir mana Farg'onada nima uchun ishlamadi unda? U 2017-yil uyushma tashkil bo'lgandan keyin olgan FAOdan grant mablag'lar olingan, Arzor.uz tashkil qilindi degan dastur ishga tushgan to'g'risida ma'lumotlarim bor, lekin oxirgi
Shu 2022dan buyog'iga serverda muammo bo'lyapti. Serverni ishlash uchun pul kerak deb arzon uzunga Demak, Farruh aka, men tushunishim bo'yicha qolganlar uchun ham umuman mana shu asalarichilik uchun bitta yaxshi anavi platforma kerak. Shundaymi? Bu platforma shunaqa bo'lishi kerakki, hozirgi paytda asalarichilarni bir minut. Nima, Zuhriddin aka, shu mikrofonni o'chirib turing. Eshitilmayapti. Ya'ni bitta platforma kerak. Platformada nima bo'lishi kerak deyapsiz? Platformada ya'ni asalarichilarni joylashuvini ham ko'rsatish kerak. Nimaiki hozirgi paytda mana qarang, bitta ish bo'lyapti. Asalarichilarni joylashuvi. Oldin Soyuz paytda o'sha eski tizim bo'yicha 3 kilometr degan. Endi 3 kilometr qiladigan bo'lsangiz, hozir men 2018-yildan 8 yil, men 7-8 yil Toshkent shahar asalarichilik uyushmasi rais bo'lib ishladim. Undan oldin o'sha respublikada anaqa qilinganda o'sha dislokatsiya masalasini ishlab chiqqanmizda men o'shanda aytdim, buni etapga bo'lishimiz kerak. Ya'ni stepnoy zona, paxta ekinzor zona, tog' zonaga bo'lishimiz kerak. Erta joylashuv asalarichilarni joylashuvini отдельно ko'rib chiqishimiz kerak. Bitta ko'lamda ko'rish bo'lmaydi bu narsaga. Nimaiki, paxta boshi o'zgacha beradi, oqqo'ray o'zgacha beradi, tog' zonasida o'zgacha beradi. Shu 3 ta zonaga bo'linsa, ekinzor bilan cho'l va tog' zonalarga shunda yaxshi bo'lardi. Keyin bu asalarichilarda hozirgi paytda masalan men asalarichiman. Bordim, siz fermer xo'jaligini rahbarisiz. Boryapman-da, sizdan so'rayapman. Masalan, tursam ma'lumsa, turgin deyapti-da, qo'yib qo'yapti. Eshmat kelyapti-da, uni oldiga kelyapti, mana tursam ma'lumsa, sen bu yoq chekkaga turgin deyapti. Ama undan oldin kelib bo'lgan odam bu yoqda qolib ketyapmiz. Bu joy taqsimlashi uyushmaga berib qo'yish kerak. Men deb o'ylayman, menga spetsialistga. U fermer o'zini dehqonchiligini qilsin, paxtasiga qarasin, qovunni eksin, tarvuzini eksin. Lekin asalarichilarga joy belgilashi, ularga berib qo'yish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni fermer xo'jaligini o'zida emas, bu xuddi boyagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini joylashtirishga o'xshagan bir misol uchun qaysi konturda, qaysi kartada shu joylashdimi, bo'ldi. Shunga qarab asalarichini boyagi uyasiga, oilasiga, nimasiga qarab joylashtirsin, bitta poliyada emas, hammasini razmesheniyani to'g'ri qilsin demoqchisiz, to'g'rimi? Men o'sha Isroilga borib o'qib kelganimizda ham asalarichilikda o'sha uyushmani rolini aniq qilingan. Bitta testni hozir zo'r bo'libdi. Eshitib xursand bo'ldi, veterinariya bilan birgalikda anaqa qilayotgan. Nimaiki biza непосредственно veterinariyaga bog'liq joyimiz bor. Bo'ldi. U biza birga anaqa qilinmasa, bu tizim bo'linsa, u bo'lmaydi. Men juda xursand bo'ldim hozir veterinariya bilan anaqa qilayotganiga. O'sha joyda veterinariya ham forma nomer 1 berayotganda respublika uyushmasidan masalan marshrutni list berib, haligi tizim tuzilsa, ya'ni platforma qilinsa, hozirda 21-yil asr o'sha yerda joylashtiruvni ko'rib chiqib, men mana bu yoqqa boraman senga to'xtab tur, buni qarab, yo'q, bu yerda Komiljon turibdi, sen bora olmaysan, endi sen Mamutga bora olaysan deb o'sha tizimni ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Veterinariya bilan uyushma birgalikda. U fermer xo'jaliklar u dehqonchiligini qilsin, o'zini ishini qilsin. Asalarichi bilan veterinariya o'zini ishini qilsin, bularning ishini aralashmasin-da, bularning ishiga. Tushunarli. Bu endi platforma bo'lgandan keyin buni mobil versiyasi ham bo'lishi kerak, to'g'rimi? Telefondan asalarichilik ko'rib, misol uchun qayerda qanaqa mobil versiyasini ham qilishimiz kerak. Shunda yaxshi kun bor, yomon kun bor, o'shanda ham hammasi bilinib turadi, bezopasnosti bilinadi, dorilashdan ogohlantiriladi, yoqimli turib qolsa undan qilinadi. Keyin asalarichilikda eng kerakligi tizim haqiqiy registratsiyadan o'tadi. Mana hozir Rossiyada Merkuriy, Arguslar bor-ku, mana hozir asalarichilikda yura olmaydi usiz. Mana Sloveniyada ham borganimizda ko'rdik, yo'da ham uyushmasiz, veterinariyasiz qadam bosa olmaydi bular. Forma nomer 1 degan narsani mana oldin Soyuz paytda biz yurganimizda bilardik. Berilardi, marshrutda yozilardi. O'sha marshrut bo'yicha borilgandan keyin o'sha tumanda veterinariy vrach uni yana aniq ko'rardi. Shunda tizim birga bo'lib kasallikni ham hammasini oldi olinardi. Xudoga shukr, lekin mana men qancha yurtda bo'lgan bo'lsam, baribir ham bizada asalarichilik sohasida katta e'tibor bor. Nimaiki bu maqtash emas, boshqa emas. Bizning asalarichilar ham ancha aqlli, boshqalarga nisbatan
Просто odamgarchilik yanaqasiga borib qolyapti. Bular birinchi boryapti, fermer bilan nafs degan narsa bor. U fermerga anaqalar, fermer ham o'sha beradigan asaliga qiziqib, hammani qo'yib qo'yadi. San ham kelaver, san ham kelaver, bag'rimiz keng deb. Bu narsa bo'lmaydi. Unda kasallik, mana обработкаlarni qilishda, masalan, man qimmatbaho dori ishlatadigan bo'lsam, kimdir arzimagan dori ishlatadi, kasallikni yuqtirish xavfi bo'ladi. Shular ham oldi olinib kontrol bo'lardi. Polniy mana shu veterinariya bilan uyushma birga ishlasa, bu kontrolda bo'lib, ham soni jihatdan biza bitta daftarga tushirib olinardi. Hammasi olinganda bemalol aytardiki, palon mingta ari bor, mamincha asalarichi bor, mamincha asali bor deb bemalol gaplashib olardik hozir. Farruh aka tushunarli. Bitta hurmatli hamkasblar, hammaga bir anaqada ham shundan xabaringlar bormi yo'qmi men bilmoqchi edim. 2026-yil 20-aprelda Vazirlar Mahkamasining 189-sonli qarori chiqqanda, ya'ni asalari oilalarini joylashtirish, ko'chirish, ular nobud bo'lishini oldini olish tartibi to'g'risidagi nizom ishlab chiqilgan. To'g'ri, o'sha nizomda hamma narsa tartibi yozilgan. Haqiqatda tanishmagan ko'rinadi hech kim bu bilan. Shuni demak bizda men o'ylaymanki baribir bizga xuddi bitta platforma, bu yerda platformani ham yozgan, masalan o'sha asalari oilalarini joylashtirish, tashish bo'yicha talablar belgilangan bu yerda. Undan keyin qishloq xo'jaligi ekinlari, boshqa o'simliklarga pestitsidlarni bilan ishlov berishdan oldin ogohlantirish tartibi qanaqa bo'lishi kerak, buni monitoringi nima bo'ladi degan narsalar nizomda belgilanyapti. Undan tashqari mana bu agro ko'makchi dasturi bilan Crop Agro tizimiga buni integratsiya qilib, asalarichilik uyushmasi bilan boyagi a'zolariga foydalanish imkoniyatlarini yaratish to'g'risidagi nimalar ham, vazifalar ham belgilanganda, shundan kelib chiqib biz hozir buni bir ko'rib chiqishimiz kerak ekan. Men tushunishim bo'yicha bu yerda hozir asalarichilik bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarga, o'sha asalarichilarga shu narsalar vaqtida yetib bormayapti. Ya'ni o'zaro kommunikatsiyada uzilishlar bor shekilli. Farruh aka, bundan sizni xabaringiz bormidi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu ismim Shahriddin, familiyam Hakimov. Ikkinchi avlod asalarichiman, mana Navoiydanmiz. Bu qarorni, bu nizomni Navoiydan Ulug'bek aka Murodov bizga tashlab bergan, tanishganmiz bu bilan. Bunda hamma narsa to'liq yozilgan. Joylashtirish, naslchilik xo'jaliklari 25 kilometr radiusda joylashtirilishi, bu asalarilar 3 kilometr radiusgacha joylashtirilishi, pestitsidlar dorilashdan oldin fermerlar ogohlantirishi, choralari, hamma narsa yozilgan, to'liq yozilgan bunda. Faqat bu bilan ko'p odam tanishmagan ko'rinadi. To'liq yozilgan bo'lsa ham hozir demak bu amalda balki ishlamayotgandirda. Masalan, bu nizomda yozib qo'yyapti-ku, 24 soat oldin kamida o'sha pestitsidlar bilan ishlov berishdan oldin 24 soat oldin kamida u xabardor qilish kerak degan talablar belgilanganda, shunga To'g'ri, bu yerda ko'proq talab o'simliklar himoyasi va karantin agentligiga ketgan. Dasturlar ishlab chiqish, integratsiya masalalari, buni ogohlantirish, joylashuv, lokatsiyalar, o'sha borgan joyingizdagi, yoningizdagi turgan ari lokatsiyalari hammasi qilinishi kerak bo'lgan. Bunga vaqt berilgan ekan 3 oygacha. O'sha tizim ishlasa, bunda muammo bo'lmaydi menimcha. Ko'proq shu karantin agentligiga berilgan ekanda topshiriqlar.
Rally. Rahmat sizga. Buni asrarchilar nima uyushmasi sizlar hamma mana shu viloyatlardagi 13 ta adashmasam xodimimiz bor. 13 ta viloyatda bo'lish kerak o'zi aslida hozir vakansiyami? vakansiyadan. Xo'p, demak, hozir Buxorodan Miral aka aytgandek masala haqiqatda to'g'rida. Mana bu Miral aka Hamidov aytdi-ku, bitta buni bir shug'ullanadigan odam bu yerda bitta mas'ul odam bo'lishi kerak deb, bu vakansiyalarni butlanmaganligi uyushmani umuman boyagi xarajatlarni qoplash nuqtai nazaridanmi? Menimcha shunaqa. Ya'ni bularga a'zolik badali yig'ilmagan, u yerda xodim olib ishlab bo'sh qolib tikka turmaydi-ku, xodimga oylik to'lash kerak, o'sha imkoniyatlar cheklanib qolgan. Albatta. Shundaymi? Buni demak Ulug'bek aka, bitta taklifimiz borda, agarda qo'llab-quvvatlasangiz. Abay aka, ayting. Mana misol uchun prezidentimiz, men Mikrokredit bank raisi bo'lgan vaqtda, meni bir vaqt o'zida shu parrandachilik uyushmasiga rais qilib, undan keyin shu uyushmani hamma mutaxassislarni oyligi, uni moddiy texnik bazasi, strategiyalarni ishlab chiqish, boshqa degan narsalarni menga yuklatiluvdi. O'sha narsani qilib, shuni mutaxassislarni boshqasini olishga harakat qilganmiz-da. Hozir endi uyushma o'ziga yuklatilgan vazifalarni samarali bajarish bo'yicha kimda mikrofoni yonib qolgan, mikrofonni o'chirib turaylik akalar. Mikrofonni o'chiringlar, yig'ilish ishtirokchilar. Samsung Shuni bitta balki taklifimiz shunaqa bo'lardiki, mana shu har bitta sohaga biriktirilgan nimalar bor. Shuni bitta biz taklif kiritaylik. Agarda yordam bo'lsa, mana hozir ko'ryapmiz-ku, tadbirkorlar ham shu masalani aytyapti. Kommunikatsiya masalasi endi muhimda. Bularni kimdir o'sha yerda eshitish kerak. Har doim ham siz yoki men anaqa yetib kelmasligi mumkin bizgacha. Shunga bir agar uyushmani moddiy texnik bazasi, buni o'tiradigan joyi, bularni bir xodimlar bilan butlash masalasini alohida bitta taklif ishlab kiritamiz. Shunda menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu nizomda amalda yuritilishi boshqasini biz Qishloq xo'jaligi vazirligi uyushma bilan qaytadan yana ko'rib chiqamiz. Keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, agar shunga bir nima bo'lsa, men shuni aytmoqchi edim o'zim taklifimda Ulug'bek aka. Bo'ladi, orqaga. Misol uchun chuqur o'rganib ko'rish kerak. O'zi nima bor? Amaldagi tartibi qanday? Qanday tizim? O'zi amaldagi tartib, uyushmani nizomi bor, strukturasi bor, boshqa buni uyushmani boyagi xarajatlarni qoplash, boshqa buni a'zolik badallari, homiylik mablag'lari, boshqa deb ko'rsatilgan, lekin u yerda har doim ham nima yo'q. O'shanga boshida masalan 1 yilmi, 2 yil hech bo'lmasa biz umumiy bunaqani kiritaylik, oti nima? Mana shu uyushmani samarali ishlash, birinchidan xodimidan tortib hammasini boshqatdan ko'rib chiqamiz. Men misol uchun ko'rib chiqmoqchiman. Hammasini ko'rib chiqib, o'sha yoqqa yaxshi tadbirkorlarning ichidan shu masalalarga yaxshi tushunadigan odamlarni o'sha yerdan olaylik. Shuni lekin shu ishlarni qilish uchun oylik to'laylik, belgilaylik. Hech bo'lmaganda 2 yil mana shu sodержанияsiga bizga yordam bo'ladigan bo'lsa, biz ungacha mana bu FAOga o'xshagan, FARga o'xshagan ya boshqa xalqaro tashkilotlar bilan ishlaymiz, bularga
boyagi grant mablag'larini hisobidan boshqasidan o'qitishiga, boshqasiga pul mablag'larini topamizda. Lekin ungacha biz ishimizni yuritib olish uchun shu narsaga bir taklif bermoqchiman men o'zim ham. Bo'ladi. Agar qo'llab-quvvatlansa. Qo'llab-quvvatlaymiz. O'rganib kiritinglar. Orqaga. Bat. Keyingisi G'olib Avazov, marhamat. Mikrofon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Hammalarga katta rahmat. Shunday bir tashkil qilib, shunday masalalarchilarni o'ylab tashkil qilganlari uchun hammalarga katta rahmat. Hozir eshitdim, Rashid akani eshitdim. Ana Kenjayev Halim aka Mirali degan kishi, u kishi bizning ustozimiz. Mirali emas, ismlari Kenjayev Halim, zootexnik bo'lib ishlaganlar. U kishini ham eshitdik, Farruh aka hammalarni eshitdik. Asosiy masalalarni olib chiqqan ekanlar. Mana birinchi o'rinda shu fermerlarni bilan aloqa bo'lishligi, dori masalasiga qo'yish. Hammasi aylanib kelsa, shu platforma yaratsa, hammasi menimcha izga tushadi deb o'ylayman-da. Dorlash masalasiga asalarining kasalligiga qarshi yoki bo'lmasa mana fermerlar bilan aloqa, shu platforma yaxshi ish. Buni o'zi bo'ynimga ham olishi mumkin agar platforma yaratish kerak bo'lsa, agar yaratadiganlar bo'lsa mayli. Keyin ikkinchi masala Kenjayev Halim aka aytganday asal beradigan daraxtlarni, o'simliklarni ko'paytirish masalasi. Shuni ham bir yo'lga qo'ysak, qanaqa choralar ko'rilyapti, shu haqida bir yordam qilsalar. Tushunarli, rahmat. G'olib aka, rahmat. Men o'zimni tanishtirmadim. Sizdan kirgan yozuvingizga Cho'li qarab Sangin asali dehqon xo'jaligi rahbarining nomidan chiqaman. Men eshitilyapmanmi? Cho'li nima dedingiz? Cho'li Sangin asali dehqon xo'jaligi rahbarining nomidan chiqaman. Avezov Yoqubjon. 16-yildan buyon naslchilik bilan shug'ullanamiz, lekin naslchilik sohasida bizga O'zbekistonda yangi nasl yaratishni taklifini ham kiritmoqchi edim. Yangi nasl yaratish nima beradi? Biz eskimiz nimasi bilan afzal? Afzalligi shundaki, bizani hududga, masalan Buxoro hududiga yoki tog'li hududlar bilan farqli jihatlari bor. Shunga alohida naslchilikni yaratish kerak deb o'ylayman-da. Yaxshi tushunadigan mutaxassislar bo'lsa, shu yangi nasl yaratish kerak deb o'ylayman. Hozirgi paytda biz Karpat nasli bilan shug'ullanamiz. Karpat aslida Buxoro zonasiga juda ham mos kelgani, faqat bitta aybi bor. Yoz mavsumida asalga kirishgan paytida urug'dan qoladi. Ana shu urug'dan qolmaydigan naslni yaratish kerak Karpatni. Eshitiryaptimi ovozim? Eshitilyapti. Biz yani yozib oldik-da hozir hammasini. Men o'zimga yozib oldim. Bizda aloqa yaxshi emas-da. Men hozir
Xatirchini uch qarasida o'tirman. Aloqa yaxshi emas uchun sizlarni ham eshitishim qiyinroq bo'libdi. Xatirchi uch qarasida ana uzumzorlardan asal ko'payib ketmayaptimi? Yo'qda o'sha kamroq bo'libdi. Asal hali olganimiz yo'q. Uchqorada hali ham shu uzum bormi? Tokdorlar? Uzumlar kamayib ketgan. Где-то bir 100 gektarlar atrofi qolgan bir 1000 gektardan ziyodasi buzilib, qarovsiz holatga ham turibdi. Kimlardir boshqa ekinlar ekkan. Mana Oltinsoy madaniyat tomonlarida hozir suv yo'q-da, o'shaning uchun bog'lar, uzumzorlar kamayib ketganda demak. Shu masalasi bularni tek narxi oshgan-ku, sug'orish masalasiga qiynalyapti-da. Shuning uchun bog'dorchilik ustida. Ha, mayli. Rahmat sizga. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga ham. Marhamat. Hurmatli hamkasblar, kimda yana? Assalomu alaykum. Fayzulla Polvon tozansin. Gapiring. Bizga birinchi yo'lchiratda avvalambor assalomu alaykum. Birinchi Jondor tumanidanman. Hozir kasalxonachilik shu kecha kunduzga juda og'irlashib ketyapti. Birinchi masala. Bironta bir yaxshi kadr kerak. Bizga asollarning kasalligini aniqlash uchun. Yaxshi vet-vrach kerak. Chetdan kasalliklarni aniqlaydigan apparatlar olib kelish kerak. Hozir asollarga kasallik kirib kelyapti. Velch kasali, afg'on kanali, tropik kanalar hammasi kirib kelyapti, lekin bizga shuni kasalliklarni aniqlaydigan apparatlar yo'q. Aholiga asollar yetkazib beramiz, kredit masalasiga yetkazib beramiz. Kasalliklar kelib, shukidaji aholi o'sha olgan asollardan kredit to'lanmayapti. Chunki olgandan keyin foydalanish kerak. U bankrot bo'lyapti asollar. Asolorchilikka axiri yaxshilik olib kelmayapti asolorchilik. Ikkinchi masala. Hozirgi kecha kunduzga bizning asolorlarga ahvol juda og'ir. Hozir beriladigan shakar biza aholini shakarni sotib olib asolorlarga beramiz. Chunki bizga shakarni asolor uchun отдельно buni ajratish kerak. Asolorni shakar отдельно bo'lish kerak. Aholini shakar отдельно bo'lish kerak. Bizda shakarni qimmatlashiga olib kelamiz. Aholini shakarni olib asolorlarga yediramiz. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, yaxshi navlat yo'qsa bu Toshkentlik mutaxassisimiz aytdilar, men ham Jondor uyushma raisiman. Bizga hozir shu kecha kunduzga o'sha onani olib kelish kerak, asolorni onasini, lekin obязательно karantinga saqlash kerak. Chetdan kelgan asolorni onasi bilan kasallik olib kelamiz. Bu kasalliklar o'zimizni yemrobdi. 21 xil kasalliklar bor, shu kecha kunduzga test qo'yib 20% aniqlasangiz, aniqlaysiz 20%dan keyin bezlikchimi bo'ladi. Bu kasallik 1986-yillarda Ukrainada ko'rdim. Shu kasallik bizgacha yetib keldi. Bizga yetib keldi, shu kecha kunduzga bizani o'rlarga yetib kelib. Ana endi hozir yana bitta, bu 4-chi masala. Farg'ona, Namangan asolorni keltirib Buxoroga tarqatyapti. Afg'onga yaqin turibdi. Afg'on kanallarini kasallarni keltirib tarqatib turibdi. Bironta vrach, bironta vet vrach, biron kishi ularni 21 kun karantinga saqlab, keyin o'rin tarqatish kerak. Qonun qoida bo'yicha. Lekin bizga unaqa imkoniyat yo'q. Bizga unaqa stansiya berilmagan. Bironta o'rchini veterinariyani qog'ozi bilan kelyapti bir xillari. Lekin veterinariyani qog'ozi bu nima emas. Kelgan vaqtda ham jonda, masalan, Buxoro oblasiga kirgandan keyin biza uni 21 kun asolorning uyushmasining raislari 21 kungacha karantinga saqlab, keyin o'rin tarqatishimiz kerak. Bunga hech kim e'tibor bermayapti. Asolor yo'qsa yaxshi gaplar bo'lyapti. Og'izda bo'lyapti, amalda bo'lmayapti. Chunki men ham asolorchi ishlaganman. Buxoro oblast, Navoiy oblast. Bular eng asalni yetkazib berayotgan. Namlik yo'q, quruqlik, vilaj hammasi yaxshi. Lekin asolorga katta yemirilish bo'lyapti. Fermerlar to'g'risida dorlash masalasiga bo'ldi.
Xitoy paxtasi ekilyapti. Xitoy paxtasida bironta ham ko'z yo'q. Asalari ishlab ololmayapti. Katta yemirilish bo'lyapti. Bu narsalarga bir yechim bo'lish kerak. Mayli endi ana uyushmani oyligi masalasi nima masalasi haqida emas, lekin bunaqangi 3-4 yil ichida katta yemirilish bo'ladi asalariga. Keladi, o'sha chetdan kelgan asalorlarni olib kirgandan keyin holatni ko'rib chiqib, keyin aholiga tarqatilsa yaxshi bo'ladi. Chunki ular ham bola chaqasidan kechib shundan foyda qilaman, olaman, daromad qilaman, kiritim to'layman, yana kambag'allikdan chiqaman deb shu holatlarni qilyapti-yu. Lekin oxiriga bir bankrot bo'lyapti. Buni bir yechimga kelish kerak. Chunki Namanganga ham Farg'onaga ham, chunki biz krasniy zonaga tushdik. Bizning Farg'ona, Namanganning o'rlaridan kasallik chiqdi. Rossiya atkaz qildi o'rni. Rossiya atkaz qilgandan keyin bular bitta yashik, bir yashik o'rni 3 yashik qilib ketirib aholiga tarqatibdi. Hey, mol bozorga chiqardi, rahmat sizlarga deb aytishim ham to'g'ri kelishi birikdi. Buni emas-ku. Ana shu holatlarga ham bir e'tibor berish kerak. Hammasalar o'rtasida gapirgan gaplar haq. Hammasiga qo'shilamiz. Bu endi kelajak avlodga ham qoldirish kerak buni. Endi meni gaplarim shu. Agar nimaroq gapirgan bo'lsam uzr, hammadan kechirim so'rayman. To'g'ri aytyapsiz hamma masalalarni. Demak, bu hozir o'sha kadrlar, vetvrach, kasalliklarni aniqlaydigan laboratoriya, o'sha ko'chma boyagi qanaqadir bir boshqa bironta nimalarda ko'rganmisiz? Respublikalarda yoki boshqa davlatlarda mana shu asalari uyalar qayerda turgan bo'lsa, yo quti qayerda turgan bo'lsa, o'shaning joyiga borib aniqlaydigan laboratoriyalarimiz bormi? Mobil. Ben gapirsam maylimi shu masalada? Veterinariyada shu laboratoriyada bitta gapiraylik, anaqa Farg'onaga to'xtab turing, bo'lmasa anaqa aka gapirib olsinlar, Fayzulla polvon asallari MCJ. Tugatib olsan, keyin yana sizga aytaman. Bu bo'yicha Ukraina bilan gaplashdim, Turkiya bilan gaplashdim, Bolgariya bilan gaplashdim, Italiya bilan FAO tashkilotida aytgan FAO tashkilot bilan gaplashdim. Hozirgi nima bo'yicha FAOga mablag' masalasi muammo bo'lgani uchun hozir u ham ekologiyaga nimasi o'tib ketganligi uchun ular mablag' masalasi bo'yicha tiqilib turgan ekan. Bu holatlar bo'yicha ular o'zi yordam qila olmadi. Chunki mutaxassisni bizlardan emas, chetdan olib kelib o'rlarni to'liq Buxoro oblastini, hamma joyini o'rlarni bir sira nimadan o'tkazish kerak. Veterinardan o'tkazish kerak. Bu apparatdan Italiyada bu. Germaniyada bo'lgan. Ko'chma u. Joyida bor aniqlab yuradi, to'g'rimi? Apparat ko'chma u. Ular o'zi bilan birga olib keladi. Endi o'sha yerdan mutaxassisni olib kelib, o'z kadrlardan yuborib, o'shani o'rganish kerak. Uni mustaqil, chunki asalorning ichiga kirib bilish kerak-da. Tushunarli. Sizlarda bormi biror anaqa? O'zimizda yo'q laboratoriyalar. Misol uchun mana kecha gaplashdik Far bilan. Aynan mana shu o'qitishga, laboratoriyaga granti bor-ku, ularni nimaga asalari qo'shilib qolgan? Shuni qo'shsak hozir shunga odam bormi? Bizaga ham bordi. Bizaga ham bordi. Abitgacha borganda biz shu taklif berdik, qilib beramiz. Asal tekshirish bilan kasalliklar bo'yicha laboratoriyaga pul ajratishga biza bor taklifni beramiz. Yaxshi taklif bo'ldi. Ishlab beramiz dedi. Uni tayyor puli bor uni. Yo, shunga nima qilishdi-da? Tushunmayapsiz gapimni. Bu yerda bizda hozir mana bu oldingi liniya bo'yicha o'zlashtirilmagan mana shu chorvachilik, parrandachilik, asalarichilik, baliqchilik mutaxassislarini tayyorlash, o'qitish, mana shunaqa kichik ko'chma manaqalarga 3 million dollar grant bor. O'sha narsani ishlatmasdan turibmiz. Shu narsani hozir olishimiz kerak-ku. Demak, срочный порядка mana qanchasini asalariga kelsak, Moliya vazirligi bilan kelishadigan bo'lsak, mana shuni olib bersak bo'ladi. Ulug'bek aka,
bitta iltimosimiz bor edi bizda. Tabriki. Mana bu aynan fardi liniyasi bor-ku, bular xabariz bor. Ha. O'sha fardi nimasi hozir kreditchasi deyarli o'zlashtirib bo'lingan. Ikkinchi etap endi nimaga grantlarni o'zlashtirishimiz kerak. Bu mana shu narsani nazarda tutilyapti-da. Hozir agarda Moliya vazirligi mana shuni bizga hamma hujjat o'shalarda turibdi. Iqtisodiyot Moliya vazirligidan yordam bo'ladigan bo'lsa, biz hozir aytayotgan Farruh aka aytgan masalalar bo'yicha hozir mana Jondor asrlashlik uyushmasining rahbari aytayotgan masalalarni mana shu har bitta viloyatdan bo'lsa ham bitta anaqalarni olib o'qitib shu narsani qilishga sal imkoniyat bo'lardi. Faqat o'sha yerda ozgina to'xtab turibdi. Shunga bir anaqa yordam bo'lsa, biz shuni yuritib yuborardik-da. Fardikini keyin men sizga chiqib sizga chiqib bir ma'lumotlarni beray. Men o'zim ham 2-3 marta shu kelgandan beri shuni olishimiz kerak deb harakat qilyapman 3-4 kundan beri. Endi ozgina yordam bersangiz nima yurib ketardi. Shuni bir qismini hozirgi masalalardan kelib chiqib, masalalarchilarga bunaqaga grant deb urib yuborardik-da. Hozirgi aytayotgan masalalarni yechishga. Rahmat. Ha, muhokama yakuni bo'yicha yana nima takliflar bo'ladigan bo'lsa hammasini qo'shib qarorda qayta bitta qilib beramiz. Men joyida hozir qayta ko'rib chiqamiz. Nima qilsa bo'ladi. Bular mana masala ko'taryapti. Masala endi o'qitish ham boshqa hammasi pul bilan bog'liq. Men tayyor boyagi gaplashib nima qilgan уже hamma narsa param o'zi rozilik bergan, soglasheniyalar bo'lgan narsani joyida taklif berayotganim sababi shunga yordam so'rayapman-da. Shug'ullanamiz aka. Tomondan. Jondor asrlashlik uyushmasi rahbari bo'ldimi? Gap tugadimi aka, gapingiz? Rahmat. Tashkilingizdan katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, mana shuni biz amaliy ishlarga o'tamiz. Farruh aka, nimadir qo'shimchangiz bor edi, marhamat. Haligi laboratoriya bo'yicha передвижной laboratoriya bo'yicha gapirmoqchi edim. Oldingi Sharofiddin Respublika uyushmasi raisi Sharofiddin paytida рабочий guruh, ishchi guruh bilan men birga borgan edim Bashkiriyaga, keyin Rossiyxoznadzor anaqasiga. O'shanda Bashkiriyani veterinariya boshlig'i bizga ko'rsatgan edi. Nimagaki ularda 24-yilda adashmasam Apimondiya bo'lishi kerak edi. Sanksiyalar tufayli keyin Bashkiriyadan Turkiyaga o'tkazib yuborildi. O'sha paytda olib kelingan ekan. U narsalarni biz ko'rdik. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bor, keyin haligi aytganingizdek veterinariya sohasida o'qitishda yana qayerda u etudi. Yuboringlar spetsialistlarni biz o'rgatamiz mana. Eski kadrlar bor degan edi o'shanda. Borib malakani oshirib kelsa bizda shu spetsialistlarimiz veterinariya sohasida zo'r bo'lardi. Bizda haligi aytibdilar-ku laboratoriya. Keyin agrar universitetida mana ko'pchilik xabari bor, Koreya bilan proyekt qilingan asal tekshiruvi bo'yicha laboratoriya, yangi laboratoriya olib kelingan. Asallarni kasalligini aniqlash bo'yicha ham laboratoriya menimcha kelgan yo'q, kelib qoladi menimcha adashmasam. Ular ham bir bo'lib ishlasa yaxshi bo'ladi. Ular отдельно, uyushma отдельно, veterinariya отдельно unda bo'lmay qoladi. Shunaqa narsalarni men iltimos qilardimki, shu veterinariya bilan uyushma birgalikda shuni ham nazoratiga olsa, shu ishlarda qatnashsa yaxshi bo'lardi. Nimaga bexabar qolib ketyapti asalarichilar. Universitet o'zicha ishlayapti, bu yoqda bexabar qolib ketyapti ko'pchilik. Tushunarli. Farruh aka hozir mana
umuman chorvachilik yaylov agentligi hamda shunga bevosita aynan shu yo'nalish bo'yicha qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari lavozimi joriy etilib nima qilinganlari hurmatli prezidentimiz bekorga emasdi. Mana shu ya'ni bevosita buni ham vazir o'rinbosari ham agentlik rahbari sifatida mani bunaqalarda endi hozir nima deydi vazifalarimizga yuklatilgan vazifalardan bittasi. Shuni tagida hammasi o'sha vazirlikning strukturasi ham keyin nimalar ta'lim muassasalari hamda uyushma shular hammasi bitta hamma har xil ashula aytmaymiz, bitta nimaga kelamiz, bitta tizimga aylantiramizda. Shuning uchun uchrashib mana hammalaring bilan gaplashib shu narsalarni olishdan o'zi maqsadimiz ham shuni bir to'g'irlab boshqa qilib keyin buni vazirimiz bilan qishloq xo'jaligi vaziri Ibrahim Yo'lchiyevichga hamma takliflarimizni kiritib ulardan tasdiqlatib institutlarga pastgacha yuradigan bir tizim qilish o'zi aslida maqsadimiz. Rahmat. Marhamat, yana kimda bor masala? Qo'shimchada Marhamat. To'g'ri aytyapti. Mablag' laboratoriya bo'yicha hozir bizda qo'mitani o'zida ham hozir 3 ta texnika olib kelingan. Faqat hozir kunda hayvonlar kasalliklari bo'yicha o'rganish mablag' laboratoriya tuzilyapti-da. Hozir taklifda kelib chiqib, shuni ham qanday shuni ko'rsatib bo'ladi. Biz nimalarni ko'rib chiqib qaytadan grant bo'yicha olingan 3 ta texnikasi hozir jihozlash ishlari olib borilyapti. Qayerda bo'ladi laboratoriya? Laboratoriyalar. Nima Qoraqamishdagi viloyatlarga beradi. Shuni viloyatlarga berish to'g'risida aytyapsizmi? Yo'q, shu ko'chma laboratoriyani avtomobilga o'rnatish. Hozir ko'chma laboratoriya hammasi. Ko'chma laboratoriya bo'lsa nega u Qoraqamishda turadi? Yo'q, viloyatlarga berilyapti jihozlash. Boshqa transport binosi ekan. Transportni olib kelgan, ichidagi jihoz yo'q. Nima qilamiz? O'sha to'liq ma'lumot yozib beramiz sizga, bir ko'rib bersangiz. Xo'p, bo'lmasam texnikasi bo'ladigan bo'lsa, buni bir jihozlashiga, boshqasiga qancha anaqa ko'rib chiqaylik. Shundan kelib chiqqan holda biz bir taklif kiritib, mana shuni yurg'izib yuborishga harakat qilaylik. Masalan, o'sha 3 ta bo'ladigan bo'lsa, xo'p, bittasi Vodiy viloyatida ishlashi mumkin, bittasi hozir mana Navoiy bilan Buxoro zonada ishlashi mumkin. Yana bittasi balki janubiy hududlarimizga yuborar. O'ylab ko'rib bir nima qilaylik, sizlar billa keyin olib kiringlar, ko'ramiz. Bo'pti. Marhamat, keyingisi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gapiravering, eshityapmiz sizni. Hurmatli hamkasblar, men Shonadar Murodbek, Xorazm viloyatidan Qoniyat oilaviy korxonasida qatnashyapman. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti, gapiravering. Mana bu yerda hozir bizni asarchilik Endi qotib qoldi. Assalomu alaykum. Endi gapiring. Bu masala hammasi ko'rilib chiqilyapti. Bularga hammasiga katta rahmat. Bizda bitta muammo bor Xorazmda. Asarchilik uyushmasida hech kim yo'q. Qayerga kim borishini hech kim bilmaydi. Veterinariya bo'yicha asarchilar bilan hech kim bir kelib gaplashadigan yoki hol ahvolni yoki karantinni boshqasini ko'radigan odam yo'q bizda Xorazmda. Hozirgi paytda. Farq aka hozir aytib o'tgan narsa asarchilarni ogohlantirish platformasi bo'yicha, agroko'makchi bo'yicha aytmoqchi edim. Qo'shimcha bizda hozir asarchilar qo'ygandan keyin kasallik tarqalgan paytda karantin bo'ladi-ku. O'sha karantinga olingan holatini ko'rib chiqish kerak-da. Boshqa masalachilar yoniga olib kelib qo'ymasligi uchun, boshqa masalalarga yukib ketmasligi uchun kasalliklar. Bu yerda o'sha olib borib qo'ygandan keyingi paytda masalan shunaqa bo'lsa,
joylashtirmoqchi bo'lsa, mana shu yerda masalan kimdirchi bor, yoki 3 kilometr radius yaqinlikka qo'ya olmaysiz yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatadigan bo'lish kerak deb demoqchi edimda. Keyingi paytda ham masalan asalarichi shunaqa bo'ldi, karantinga olish kerak. Karantinga olingandan keyin u asalarichi qayerga ko'chib turganini ko'rinib turish kerak boshqa odamlarga. Чтобы o'ziga yaqinlashib kelganda boshqasi uchun ogohlantirish berib turadigan demoqchi edim. Agarda bu to'g'ri bo'lsa fikr. Buni ko'rib chiqamiz. Keyin Navro'z aka meni yaxshi taniydilar. Biz yaqinda gaplashganmiz biz to'g'richa o'qish masalasi bo'yicha. Bizada Xorazm viloyatida naslchilikni rivojlantirishni o'ylab turdik. Bu yerda hozir boyaga aytib o'tgan 189-qaror bilan 25 kilometr radius deb ko'rsatilganda, bu 25 kilometr radiusga karantinni zona qilib naslchilikni oladigan bo'lsak, boshqa asalarichilar hech qayerga ketishi, qayerga borishi u sal muammo bo'lib qoladigan bo'lib turibdi-da. Men boshqa masala aytmoqchiman o'sha joyda. Bizada Xorazmda bir shuni tajriba qilibmiz, sinab bir ko'rsak, sun'iy uchitish bo'yicha masalalarni. Sun'iy uchitish va sun'iy matkalarni yaratishga o'qishga borish taklifini men Navro'zga aytganman. Bizada Xorazmda hozir mana o'qishga grantlar ajratsa bo'ladi deyapsiz-ku aka. O'shani bir yo'naltirib ko'rsak, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, 4-5 ta bolalar bor, bilimli, bilimga chanqoq, o'z ichida ishlaydigan. O'shanga bir yordam qilib qo'lingizdan kelsa, boshqa qilsa yordam qilsangizlar, biz borib kelmoqchi edikda o'sha o'qishga. Uni bitta оборудованияsi bor. O'sha оборудованияsi где-то 3000 yoki 5000 ga aylanadi. Uni biz o'zimizni Xorazmda qo'llab ko'ramizmi deyatdik-da. O'shanga bir qo'lingizdan keladigan yordam qilsak, bir ko'rish kerak-da Xorazm suratiga. Bizada cho'l, issiq bo'lgan hisobiga bu naslni unaqa qilib karantinda olish hisobi nimasi yaxshi bo'lmaydi-da, uchishi. O'shani biz sun'iyda ko'ramizmi demoqchi edik. Keyingi masalasi bizada qizilmiya bor. Qizilmiyani hozir nima meditsinada ishlatish uchun kavlayapti. Xo'p, kavlayapti, unga hech nima qilmadi. Kavlagandan keyin ketida urug'ini tashlab ketsa ham mayli-da. Urug'ini tashlab ketsa keyin yana tez o'sib ketadi-da, u keyingi yilga. Yana bo'ladi. Hozir kavlab ketgan joyiga o'smay qolyapti. O'shani bir o'zgartirish kiritamizmi mana shu yerlarga demoqchi edik-da. Bu faqat qizilmiya misoldami? Yana boshqa mana shu Yo'q, bizda qizilmiya asosan yaxshi beradi. Keyin cho'l hududida yantog'imiz bor. Yantog'imiz asosan bo'ladi. Yantog' gullagandan keyin chorvachilikka o'rishadi uni. Qizilmiya hozir bizada jidani ekishga endi qaror qildi. Hozir dala chetlariga jida ekishyapti. Qizilmiyani lekin dalada tashqarida cho'l joylarga yo boshqa joylarda bo'ladigan joylarga qazib, ko'lab olib, keyin ekmayapti-da. Hatto qazib olgandan keyin ekib ketsa yaxshi bo'lardi. Sal уже keyinga kelib qazguningizda 1-2 yil hosil olish mumkin-da yana unda. Hozir bizada turgan asalarichilar mana shu Xorazm viloyatida qayerga, kimga murojaat qilishini ham bilmaydi. O'shani bir vakilni saylab, bizada bino ham yo'q-da, qayerga borishini ham bilmaydi. Oldinlar majlis bo'lsa, veterinariyaga borib, yo'lga borib, hamma joyda har yerga yurishibdi-da. To'g'risi. Tushunarli. Rahmat sizga. Tushundim. Rahmat. Ana o'qish masalasini, boshqa hammasini biz endi tepada ham aytdik. Hozir yana vaqt tomasi uchun takrorlab o'tirmayman, lekin hamma uchun o'sha viloyatlardan yo viloyatga borib, yo shu yoqqa chaqirib, chet ellik mutaxassislarni ham jalb qilib buni o'qishini tashkil qilamiz. Agarda hech qo'limizdan kelmaydigan taqdirda, ya'ni bu nimani balki agentlikda shu jamg'armasini hisobidan bo'lsa ham buni rahbariyatdan ruxsat so'rab shuni qilishga harakat qilamiz. Endi mana bu umuman cho'l hududlarida ham, boshqa hududlarda ham shu boyagi anaqani ekish masalalarni buni vazirlikda yana
maslahatlashamiz o'zimiz. Yana bittasini e'tiborga oladigan joy aytmoqchi edimda aka. Bizada fermerlarga dalalarni eni kichkina, uzunasi uzun ketganda, keyin boya Farruh aka aytganda fermer bilan gaplashib qo'yib ketadi bo'lib turibdi-da. Boyagi platforma yaxshi ishga tushsa, bizga ham yaxshi bo'lardi. Bu Xorazm territoriyasida o'shanaqa bo'lingan yerlar. Tushundim, o'sha platformada buni qanday qilamiz, monitoring qanaqa bo'ladi, buni boyagi o'sha asalari ko'chdimi, mana xuddi telefonda avtomobil boyagi jarimaga tushganda shu SMS xabarnoma kelgandaki, ularga ham mana shu bu yerga qo'yildi yoki bo'lmasam bu yerdan ko'chdi degan eslatma yo boshqani shu yerdan qiladigan narsa qilamiz. Ya'ni buni masalan siz qaysidir hududdan bir daladan chiqib ketyapsizmi, mobil приложение orqali siz o'zingizni keyingi lokatsiyangizni belgilasangiz, keyingi odam bu narsani ko'rishiga imkon paydo bo'ladi-da. Hozir shunaqa bir zamonaviy yechimini kerak bo'lsa shu sun'iy intellektdan foydalangan holda bir nima qilishib ishlab chiqamiz hozir biz tezkor ravishda. Rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Maylimi gapirsaylik? Zomin Asal, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Rahmat, gapiravering. Mana shunday aslachilarni o'ylab yig'ilish tashkil qilgan ekansizlar. Men bundan juda ham xursand bo'ldim, chunki aslachilar muammolarni eshitadigan odam yo'q bizada. Aslachilarni nima yordam, nima qilib beraylik deydigan odamlar yo'q. Mana shunday yig'ilishlar qatnashib, bizning muammolarimizni eshitganlaringizda men juda ham xursand bo'ldim, to'g'risi. Men Jizzax viloyatidan Zomin Asal emchisining rahbari bo'laman. Ismim G'ayratxo'ja. Shu gapiravering, eshitilyapti. asalchilik sohasini rivojlantirish maqsadida o'sha viloyatimizda ko'proq asalari mutaxassislarni yetishtirish uchun biza o'quv seminarlar, asalchilik bo'yicha o'qitish amallarini biza ishlab chiqyapmiz. Xudo xolasa bu bo'yicha qo'limizda loyiha takliflarimiz ham bor. Shunga ozgina bizga mablag' yetishmay turibdi. Shu asalchilik rivojlantirishga, o'qitishga, mutaxassislar tayyorlashga, sohani yanada rivojlantirishga davlatimiz tomonidan subsidiyalarmi, grantlarmi ajratib berishsa, shu biz sohani tezroq boshlab yuborardik, o'qitishlarini. Bizada o'qitishga kerakli ustozlarimiz bor, malakali ustozlarimiz bor asalchilik bo'yicha. Keyin amaliyotga ham jo'natib yuboramiz. Mana 3 oy o'qitib, qolgan 3 oy yozda sezonda dalaga chiqarishga, amaliyotga ham chiqaramiz. Imkoniyatimiz kengaysa, chet elga ham borib o'qitib, tajriba almashtirib kelishga ham imkoniyat bo'lardi, yaxshi bo'lardi. Shunga nima deysizlar? Masalan, biz birinchi etapda umuman viloyatlarni o'sha kerakli mutaxassislar bilan butlasak, o'qish tashkil qilsak, keyin mana bu kasallik bo'yicha o'sha mobil laboratoriya boshqalarni bir yo'lga qo'ysak, karantinda saqlash boshqa sizlar aytayotgan qoidalarni bir chiqsak, undan keyin mobil приложение qilib, boyagi platformaga integratsiya qilib, sizlarni o'sha ogohlantirish, yangiliklar boshqadan xabardor qilib turadigan tizim, o'qitish, endi hammasi subsidiya, sug'urta hammasini qilib beriladigan bo'lsa, keyin umuman mana uyushma a'zolari nechta? 100 ta uyushma a'zolari bor. Shulardan bu yerda o'tirganlar ham qaysi kimlardir shu uyushmaning a'zolari. Keyin uyushma badalini to'laysizlarmi? Yo'q, to'laymiz. Uyushmamizni qo'llab-quvvatlashga, uyushmamizni yana ko'tarishga biz ham qo'l qisamiz. Mayli, biz mana birinchi shakllarni men aytayapman. Mana bu masalalarni biz yechib bersak, undan keyin masalan sizlar o'zlaring mana shu hammalarimiz shu bir yoqadan bosh chiqarib, boshqa qilib shu a'zolik badallarini to'laydimi? Yo'q, to'laydi albatta. O'sha men qilayotgan ishlarim masalan o'zim qilmoqchi emasman. Shu uyushmamiz bilan birgalikda kelishgan holatda qilamiz-da. Bu yerda
uyushmamizni ham yordami ko'magi kerak bo'ladi bizada. Ertaga o'qib chiqqan mutaxassisga biz sertifikat beramiz. Sertifikat asosida bular bankdan borib imtiyozli kredit olib o'zini xususiy asalarichiligini rivojlantirib o'qib qilishga imkoniyatga ega bo'ladi-da bu orqali. Tushunarli. Uyushma orqali, uyushma yordami bilan shu narsani tashkillashtirmoqchimiz, xudo xohlasa. O'shaning uchun biz loyihamizni birinchi aniq qilib pishiq qilib olsak, keyin uyushma bilan birgalikda qolgan takliflarni ko'rib chiqib birgalashib ishlaymiz, xudo xohlasa. Sizni o'qitishingiz pullikmi? Endi pulli bo'ladi, sababi bu yerda malakali asalarichilarga biz kunlik, oylik beramiz, o'shalar tomonidan pulli bo'ladi-da. Kam bo'ladi, davlat subsidiyasini olamiz. Yaxshi, bizda hozir mayli buni ham nima qilamiz, o'ylaymiz. Biz 2-3 qanaqa qilamiz, oti nima, imkoniyat yaratamizki, shunaqa birinchisi o'sha uyushma orqali biza agentligimiz birgalikda mana shunaqa o'qish, seminar, mutaxassis boshqalarni tashkil qilib mana qilamiz. Parallelni sizda misol uchun bu o'qishingizni ham davom ettiradigan bo'lsangiz, xohlaganlar bu yoqqa, xohlaganlar u yoqqa. Marhamat, lekin ikkalasiniki ham bir samarador bo'ladi degan bir tizim qilamiz. Tushunarli gapingiz. O'shani agar Toshkentda yo'lga qo'yayotgan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi bo'ladi, lekin Jizzaxdan borib Toshkentga o'quvchilarga yotar joyi masalalari sal qiyinroq bo'ladi-da. O'shani biz Jizzaxda ham tashkil qilsak, Jizzaxda o'zi sohaga qiziqqanlar bo'lsa, shaharda o'zida o'qishiga, yurish-turishiga hammasiga imkoniyat bo'lardi demoqchiman. Tushunarli. O'qishda endi hamma boyagi yo'nalish ko'p-ku, interaktiv bor, onlayn, boshqa hammasini bir kim xohlasa, masalan, buni ochniy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni joyida qiladigan bo'lsak, balki birorta o'sha agrar institutda yo boshqada tashkil qilib nima qiladigan bo'lsak, xohlasa u yoqda kimdir masalan onlayn qaysidir kurslarda ishtirok qilaman desa, marhamat, unaqa. Kimdir bizga faqat mana shu o'qitish, boshqa shu soha bo'yicha tarqatma material boshqani elektron tarzda yoki Telegram kanali orqali yoki o'zlaringiz saytlaringizda chiqarib boringlar, shu materiallarni joylashtirib boringlar, o'quv materiallarini. Biz shundan ko'rib chiqib, o'zimiz o'qib tushunmagan joyimizni yana gaplashamiz deydigan bo'lsa, o'taymi. Mana shuni har bittasini bitta yo'nalish qilib, xudo xolasa birga yo'lga qo'yamiz. Uyushma bilan. Uyushmani rolini, uyushmaga badal to'lanishi uchun oldin mana shu ishlarni qilsak, hammasini ularga uyushma o'laroq nima deydi, o'zini vazifasini bajarishni boshlasa, o'ylaymanki, qolgan tadbirkorlar ham bu a'zolik badali boshqani yoki kimdir masalan Jizzax Zomin asali o'zi uchun bitta mutaxassis olib kelgan bo'lsa, masalan keyinchalik aytishi mumkinki, men mutaxassis chaqiruvdim, mana bu yerdan keldi, lekin Jizzax viloyatidagi hamma 50 ta 60 ta asalarichilarni chaqirib, ularni ham birgalikda anaqa qilib yuboramiz, nima deydi, shu narsaga o'rgatib yuboramiz deydigan narsalar bo'lsa, u ham boshqa narsa. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat. Yana kimda bor? Assalomu alaykum. Mumkin gapirsam? Umarxo'ja Tajixo'jayev, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat. O'chirib qo'ydingiz ana mikrofonni. Yoqib yuboring. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Men Tojixo'jayev Umarxo'jaman, Toshkent shahar asalarichilar uyushmasi raisiman men. Bizning a'zolarda ozgina hozirgi muammolari ancha yig'ilib qolgan. Birinchi masalamiz bizning Toshkent shahar uyushma a'zo anaqa manzilimiz yo'q hozir. Oldin Chorsi deydik, Chorsi joyimiz yopilib ketdi. Hozir joyimiz yo'q. Uyushma a'zolarimiz kelib yig'iladigan joyi yo'q. Keyingi masalamiz, asosiy masala mana bizning asalarichilarning ko'pchiligida o'zini texnikasi bor, pritsepi bor. Asalar olib yuradigan pritsepi bor. Shu pritsepi
ashti 99% GAIdan ruxsatdan o'tmagan, anaqa nomer olinmagan. Nomer yo'q, bez nomerda hammasi. Shu GAIda asallarni olib yurishda asosiy muammo shu kechasi asallar olib yuriladi. Shu GAI to'xtatib nomer masalasida ozgina hozirgi qiynalyapti asalarichilar, bizani asalarichilar. Asalarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib yurishdi. Asosiy asalarichilar hammasi texnikada, anaqada, pritsepida borda asalar pavilyonlarda. O'sha pavilyonlarni oldin nomer olsa bo'lardi, anaqa texnadzordan olsa bo'lardi. Rayonda texnadzordan olsa bo'ladi. Bu qaror hozir atmen bo'lgan. Bir 3 yilmi, 4 yil bo'ldi atmen bo'lgan. O'shanga bir imkoniyat bo'lsa, bularni nomer olib registratsiya qilibmi, asalar texnikasi mana pritseplarni shuni ko'tarish masala bo'lyapti. Keyingi masala bizada asalarchilik ko'payyapti. Mana prezident bizani qarorlari bo'yicha asalarchilikka qiziqyapti. Ko'pchilik asalarchilik ko'payyapti-yu, asalari bazamizni, asal yig'adigan bazamizni ko'paymayapti. O'zbekiston kichkina davlatda. Bizani asosiy anaqamiz cho'l zona, tog' zonamiz kichkina. Bizga agar imkoniyat bo'lsa, shu asalarchilik ilgari Qozog'istonga olib chiqilardi, Qirg'izistonga olib chiqilardi, Tojikistonga olib chiqilardi asalarni changlatishga. Mana hozir Rossiyadan ham bizga talab bo'lyapti, taklif bo'lyapti, kelib bizni asalarni olib borib changlatishga. Bu ham katta bizga plus bo'lardi. Asalarni chetga olib chiqib, changlatib, u yerda changlatganimizga pul to'laydi bizga. Shu masalani ham ko'tarsa yaxshi bo'lardi, asalardan chetga olib chiqish masalasi bo'yicha. Shu taklif bildirmoqchi edim. Men uyushma a'zolari bizga menga kelishadi, mana shuni ilgari imkoniyat bo'lardi, Qozog'istonga olib chiqardik, Qirg'izistonga olib borardik, Rossiyaga olib borardik. Hozir bu yo'lda to'xtab qoldi. Shu imkoniyat bormi, shu uyushma orqali olib borsa bo'ladimi? Ko'pchilik menga kelib so'rashadi. Shu masalani yechimi bo'lmayapti. Mana asalarni, pavilyonlarni yechimi bo'lmayapti. Ko'chada asalarni olib yurish hozir borgan sari qiyinlashib ketyapti. Ko'chada texnika ko'payyapti, har xil talablar ko'payib ketyapti. Kundan kunga talablar oshyapti. O'shanga muammo GAI muammosi, texnika nomer taqish, asalarni chetga olib chiqish muammo bo'lyapti. Endi qolgan muammolar ham hozir mana mendan oldingi gapirayotganlar ham ko'pchilik gapirdi. Mana shu kredit masalasi bo'yicha, mana asalarni kasalliklarni o'rganish masalasi bo'yicha bizada shu mutaxassislar yo'qda, malakali mutaxassislar yo'q. Asalarchilik sohasini kasalligini u anaqa ilmiy olib boradigan mutaxassislar yo'qda bizada hozirgi shu kunda. Shu takliflarimizni bildirardim. Tushunarli. Mutaxassis. Marhamat. Yana. Shuni yo'lga qo'ysak, ancha ishimizni yengil tortadi, asalarchilik ancha yengillik bo'lardi. Xo'p, bo'ldi, tushundim. Rahmat yozib oldik. Marhamat, yana kimda? Salom aka. Va alaykum assalom. Men Navoiy viloyati Karmana tumani Navziy daftidan. Bizda asosan ko'p uchraydigan muammodan biri qandolat sexlari borda. Biz o'sha parvarishlaydigan joyimizda asalarchilarni 500 metr, 1 kilometr atrofida o'sha sexlar juda ko'p asallarni qiryapti-da. Katta qazonlarda o'sha tashqarida piyon pishirgan vaqtda asalarlar boradi, ularga ham zarar yetkazadi, to'g'ri ishlashiga xalaqit beradi. Turli xil o'sha kimyoviy preparatlar bilan zaharlab tashlabdi, mana yig'lab qolgan o'shanga o'xshagan boshqa. Shuni qayerga murojaat qilsa bo'ladi yoki ularga o'zimiz tushuntirish ishlari olib borganimiz bilan foydasi bo'lmayapti. Bo'yicha bir nima ish qilsa bo'ladi? Ularga endi tashqariga nima deydi, pirojniyni boshqani qo'yma deyapsiz-da, to'g'rimi? Shunaqa aytganman. Qozonlariga. Piyon pishiradi. Piyon pishiradi, o'sha qaynab turgan piyonlarga juda ko'p o'g'rilar nobud bo'lyapti-da, o'zini dusharga tashlaydi. Uni biza qaytarishga imkoniyati yo'q-da asalarni. Bu tashqariga chiqib ishlaydigan uchun ko'chiramiz, baribir ishlash jarayonida o'sha o'zimizda joyga olib kelingan vaqt, kuzda ayniqsa ishlash vaqtida juda ko'p asalar nobud bo'lib keladi va qishgacha bormaydi-da. Tushunarli. Bir uni o'zi tartib qoida qanaqa ekan bir o'rganib chiqaylik. Sizga javob beramiz keyin. Yana nima qilsa bo'ladi. Rahmat.
Marhamat. Assalomu alaykum, Zoom qatnashchilari. Men Samarqand viloyati asalarichilar uyushmasi raisiman, Haydar Rashidov. Uyushmamiz Prezidentning qarori 2017-yil 33/27 qaror bilan ochilgan. Hozirdagi mana shu Zoom qatnashchilariga haligi gaplarga eshitib shu turibman. Shu ko'p masalalarni yaqinda bo'lgan qaror 20-aprel 189 Vazirlar Mahkamasining qarorida o'sha yerda yechimlar shuni yozilgan. Mana shu hozir qandalot u bu deyapti, o'sha yerda bor ekan. Men boshqa masalalarni aytmoqchi. Hozirgi kunda eng asosiy asalarichilikni O'zbekistonda rivojlantirish uchun shu masalalar yechimi. Birinchi bu rus tilida управление deydi, rahbarlantirish. Bizlarda uyushma tashkil bo'lgandan keyin, qarordan keyin Samarqand viloyati bir necha oydan keyin uyushmasini ochganda. Shunaqa uyushma bir 5 ta bor. 17 ta viloyatda, 12 ta viloyatda 7 ta asalarichilar uyushmasi ta'sischi bo'lgan. O'zbekiston asalarichilar uyushmasiga 5 tasi ta'sischi emas. Ya'niki chegaralashtirilgan huquqlarni hammasini ovozi birday emas. Shuni hammasini uyushma bo'lgandan keyin birday ovoz berishga, shuni huquqiy ham birday bo'lishga bir o'zgartirish kiritishingizni iltimos qilaman. Ikkinchisi, tashkillashtirish masalasiga asalarichilikni. Endi men bu haligi akamiz aytyaptilar deyishlari mumkin. Men 69-yildan beri sohada ishlayman. Oliy ma'lumotli asalarichi, olim asalarichiman. Universitetda ham dars beraman asalarichilik bo'yicha. Shu o'zimning hayotiy tajribamni qisqagina hozir aytyapman. Bularning hammasini men yozma ravishda Vazirlar Mahkamasi, Prezident administratsiyasi oldingi zoomlarga ham bergandim. Lekin nimagadir chetga qolib ketyapti. Tashkillashtirish masalasiga asalarichilik bizlarning O'zbekistonda 99% shaxsiy. Bu hammasi o'ziga bek, o'ziga xon asalarichilar. Uyushmaga kelganda Samarqand viloyatiga 1000 taga yaqin a'zo bor. Lekin bularni rag'batlantirish juda og'ir. Ulardan kirish badalini olish yoki yillik badalini olish juda og'ir. Bir marta shu koronavirus vaqtiga bularga yo'l xati kerak edi, hujjatlashtirish uchun, ko'chirish uchun hammasi keldi. Uyushmaga aka, men vznос to'layman, menga qog'oz bering, yo'l xati bering. Men shuni tashkillashtirish berdim. Shu bilan ular ko'chirib, ishini bitkazdi. Keyin yana unutdi. Mana hozir bu yerda respublika uyushmani vakili turibdi, aytyaptiki 100 taga yaqin a'zo bor ekan O'zbekiston asalchilar uyushmasiga. Endi bu o'zlarining aybi. Nimaga deganda bular yangi rais bo'lgandan keyin yaqinda uyushma raisini mana bizlar Samarqandni ham ogohlantirmasdan chetga qo'yib, o'zlaridan o'zi boshqa viloyatlarga ham vakil tayinladilar. Uyushmani rahbariyati xabari yo'q. Ular o'ziga yoqqan odamini, gapiga quloq solaydiganni sen bizlarni vakil deb qo'ygan. Ular biron xizmat ko'rsatganmi oldin uyushmalarga? Asalarichilik sohasiga biron tajribasi bormi? Hech qanaqa inobatga olmasdan shu ishlarni qilingan. Buni ham men ochiq oydin bular yosh mendan ancha men aytyapman. Bu xatoni tuzatish kerak. Uyushmani viloyatda raisi bormi? Respublika uyushmani vakili shu bo'lish kerak. Menmi, boshqasimi qat'iy nazar. Rais viloyatdagi respublikani vakili bo'lish kerak, mintaqaviy. Uchinchi masala, asal arilarini kasalliklari ko'p hozir juda. Chet davlatlardan asal arilar kelgan, paket kelyapti, matkalar kelyapti. Kim xohlasa, nimani xohlasa olib kiryapti, darvoza yo'q. Veterinariya boshqarmasi ochib qo'ygan darvozani. Kasalliga mana shu tropilapsos shular bilan keldi. 5 yildan beri qancha mahsulot ozaydi, asalarilar soni ozaydi. Bizlar Samarqandda seminarlar qancha o'tkazdik. Shu kasallikni bartaraf qilish uchun 3 yil vaqtimiz o'tdi. Hozir bu kasallikni yengdik. Lekin asal arichilarning ichida tartib bo'lmagandan keyin
100% buni yo'qotolmayapmiz. Shuni yo'qotish uchun taklif. Har qaysi asal arichi tirkamasi bo'lsa, asal arichilar uyushmani a'zosi bo'lsa, borib yagona darichadan yakka tartibdagi dehqon xo'jalik ochsin. Yakka tartibdagi dehqon xo'jalik ochgandan keyin u uchotda turadi. Soliq to'lamaydi bir so'm. Bir yilga 100 milliongacha bir minimalniy oklad to'lovi bor. Lekin hujjatli bo'ladi. O'sha dasturlar, mana programma, platforma nima bo'lsa agar o'shanga bu o'zini kirgizib, ko'chirishi, joylashtirishi, importi, eksporti, kasalliklardan, pestitsidlardan hammasiga shu qatnashadi. Ma'lumotli bo'ladi. Hozirgi zamonamiz asal arichilar ma'lumotli bo'lishni talab qilyapti. U cho'ponga o'xshab, multoniga o'xshab u yoq bu yoq yurish davr o'tib ketdi. Yana bitta masala. Mana bu yerda ukalar ko'tardilar texnika masalasi. Yaqinda Vazirlar Mahkamasi bilan hamma eski mashinalarni yig'ib terib metallomga topshirdilar. Asal arichilikka mana u Xitoydan kelgan mashinalar, hozir kreditga beradigan mashinalar yaramaydi bular. Cho'lga, toqqa yuradi, dashga yuradi. Bu bizlarga Moskvich, Uazik, shunaqa Velius ishlardi. O'sha mashinalarni asalchilardan tortib olgandan keyin oyoq qo'lini kesib olganday bo'ldi. Menga chiqayapti. Haydar aka nima qilaylik? Bitta Moskvichim bor, bitta Jigulim bor, yo bitta Uaz 460 bor. Shu bilan suv tashardim. Oziq ovqat olib borardim dashga, cho'lga. Bu mashin sotib olishga, kredit olishga qurim yetmaydi. Nima qilish kerak? Shu masalani men ko'tarib viloyat gaisiga, hammasiga aytganman, lekin yechimi yo'q. Mana shu masalani ham bir bizlarga asalarichilar endi dehqonday shuni bir inobatga olinglar, yechimini qilib beringlar. Yana bitta shu masala pritsep masalasi. Zavodda Soyuz vaqtiga tirkamalar chiqarardi. Tirkamalar teleshka traktorlarda joylashgan edi. 34 ta 36 ta uyali teleshkalar edi. Bular hammasi qolib ketdi. 2 yil oldin Sharofiddin raisimiz meni chaqirib shu traktor zavodga yubordilar. Haydar aka boring, yangi teleshkalarni o'sha yerda bir kelish kerak. Buni haligi sxemasi qancha ari ketadi, texnik talablari, asalarichilik bordim men shunga. Toshkent viloyati haligi asosi raisi bilan birga takliflarni kirgizdik. Shu yana qolib ketdi. Vazirlar Mahkamasida qarori bordi. Hozirda asalchilar texnikasini nomerini olishga muammo. O'zi yasagan asalchiga mos, lekin nomerni borib olishga texnik nazorat bermayapti. Chunki qarorni vaqti o'tib ketdi. Hozir shu qarorni yana tiklash kerakmi? Yoshlarga bir ruxsat berish kerakmi? Yo'llarda, postgaylarda, karantinlarda gaylar shuni aytyapti. Yo'l nomerigini ol yoki qo'tanga olib borib qo'yaman deyapti. Yo'lda yarim oqshom. Keyin menga yarim oqshom telefon qilyapti. Iltimos Haydar aka gapiring, meni qo'yib borsa nomer olaman. Lekin texnazorga borsa nomer yo'q. Chunki ularda vakolat yo'q hozir. Shu vakolatini yana tiklash kerak deb taklifimiz Samarqand asal arichilarini otidan. 4-chi masala import masalasi. Bizlarga hozirgi oxirinchi 1,5-2 yil ichida Xitoydan, Rossiyadan, Qozog'istondan asallar kelyapti. 1 kilosi 35 ming so'm bilan kirib kelishi. O'shani Namangondan olib O'zbekiston bo'yicha tarqatyapti. Qaysi joyga bormasangiz hozir shu asal. O'zimizning asallarlar mehnat qilgan, shu tashib yurgan 1 kilo go'sht mol go'shti bilan barobar undan arzon emas. Yaxshi asal qo'y go'shti bilan barobar. Tog' asali undan qimmatroq, noyob. Bu kelgan asallar ximiya, ya'niki glyukoza bilan qilingan, yasalgan, hidi ham zo'r, ta'mi ham zo'r. Hamma shuni olib yeyapti. Bu bizlarning asallarning mehnati pastga tushyapti. Ish o'rin ozayapti. Bozorga soxta asal kirgandan keyin bu asal arichiligi ham bir kerakli darajada rivojlanyapti. Shuni laboratoriyalar tekshirishga, mana shu yerda laboratoriyani ko'targandilar.
shu uyushma tashkil bo'lgandan keyin men bilishimcha 2 marta FAO orqali laboratoriya kelgan. Samarqandga so'ragandim, Sherali akadan. Bittasi Toshkent universitetida, bittasi boshqa joyda. Hozir qayerda ular? Nima ish qilyapti bilmayman. Bizlarda bir laboratoriya bo'lsa, o'zimiz tekshirib bir shuni aniqlardik. Ya'niki hozirgi kirayotgan asallarni standart bo'yicha javobini yana qaytadan ko'rish kerak. U talabga javob bermayapti. Hozirgi kunda kirib kelayotgan davlat standarti tabiiy asal degan go'sht bor. Shunga qo'shimcha kiritish kerak. O'shani patika, glyukoza shunga tekshiradigan. Soxta qilgandan keyin gulchangni ham ichiga taylaydi, hammasi taylaydi. Asalchi ham yeb mazza qiladi, lekin soxta asal. Yana mana shu kunda hozir paxtaga ko'chiryapmiz asallarni. Bir muammo bor. Endi tabiat, endi siyosat hammasi o'zgarib ketyapti. Oldinlar bizlarga 108F asal beradigan yaxshi haligi ingichka tolali bo'lmasa ham o'rta tolali paxta sortlari bordi. U sortlar yo'q. O'shandan bizlar davlat planlarini bajarardik. Hozir Xitoydan kelgan paxtalarni to'g'ri, paxtakor uchun qulaydir, lekin asal arichilikka bu ozgina bu savollar tug'diryapti. Ayrimlari shira beryapti, ayrimiga asallarni olib borsak, umuman shira yo'q. Bizlarda основной, eng главный asal oladigan O'zbekistonda dasturxonimizga xalqqa asal beradigan o'simlik bu paxta. O'shani hozir asal beradigan sifati pasayib ketgan. O'shani qoplash uchun, o'rnini qoplash yoki o'shani tiklash uchun olimlar bor. Shunga bir asal beradigan o'simliklarni, ya'niki bedazorlar bordi. Beda asal berardi bizlarga. 300 kilodan 1 gektar asal raps ekardi, sap-sar bo'lib, erta bor asallar rivojlantirishga, u ham yo'q. Mana bu hozir yangi bir daraxt olib kelgan, asal daraxti degan. Balki o'shandanmi, pavlinadami, ya'niki ozuqa bazamiz ozaygan. Ya'niki qo'yni boqaman desa-yu ozuqasi bo'lmasa nima u? Qo'y bo'ladimi? U ariq qo'y bo'ladi. Bizlar hozir shu ahvolda. Asallarchilik sohasida ozuqa bazasi qisqargan. Juda og'ir ahvol. Yana bitta endi kurkurak degan hozir mana shu 15-20 kundan keyin keladi. Afg'onistonda urush boshlaganda necha yillar oldin hamma shu yoqqa ko'chib keldi. Oltin qush asalari, oltin qushi. Bir yeganda 200 ta, 250 ta asalarini uchayotgan vaqtiga yeb qorni to'yg'izadi. O'shani qizil kitobga kirgizgan. Bizlar 1,5 tonna, 1 tonna asal olaman deb asalchi tursa, u qizil qush kelgandan keyin u 200 kilo, 150 kiloga tushyapti. 20 kun asalari pasikasi, ya'ni 100 ta, 150 ta turadi bir joyga, 200 kilo, 250 kilo asal oladi 2 tonnaning o'rniga. Bitta shu qush sababli. Uni biz setka bilan ushlaymiz. Haligi bir tezakni otamiz, shunga o'xshagan bir o'yin. Hech qanaqa bir foydasi yo'q. Buni hozirgi vaqtda bir qizil kitobdan chiqarishmi yoki shunga bir vaqtinchalik asal olayotgan mavsumiga shuni bir oldini olishga bir chora tadbirlarmi? Haligi Axrana Priroda deydi, boshqasi deydi, mana shular o'sha yerda oylik olib o'tiribdi. Shular bir hisobini topsin, bizlarga unaqa vakolat yo'q. Otsak ishtirok qiladi. Shuni oldini olishga mana shu Zoomga men taklif kirityapman. Ta'lim masalasiga kelganda bizlarda Samarqandda veterinariy texnikum bor edi. Asal arichilik bo'yicha mutaxassislar tayyorlardi. Soyuzdan, ya'niki asal arichi, texnik asal arichi, zootexnik. O'sha kadrlar bizlarda Samarqandda Soyuzda eng katta 14 mingta asal arichilik maxsuslashgan akademik Kavlukova safhozda kadr tayyorlanadi. U hozir texnikum Samarqand veterinariya meditsinasi texnikumi bo'lgan. Universitetga qaraydi va veterinariya boshqarmasiga qaraydi. Shu texnikumda asal arichilik faoliyat hozir yo'q hisobiga. Shu texnikumda yana shuni tiklasak,
kadr tayyorlashga hamma imkoniyatlar bor, yotoqxona bor. O'zim ham shunga qatnashib birgalikda o'shani mana shu shunchalik tajribamni o'sha yoqqa men aytaman, o'rgataman qo'limdan kelguncha. Shu bitta iltimos, necha martalar shuni men oliy ta'limga ham texnikum direktori bilan birgalikda universitetda seminarlar o'tkazganda chet davlatlardan keladi, haligi bir Germaniya, Sloveniya, Rossiya, Ukraina seminar o'tkazaman. Shu bizlarda bitta joy yo'q, haligi bir kadr uchun yig'ib bir yangiliklarni yuzimizga aytishga majburman. Rektorga kiraman, veterinariya universitetga iltimos qilaman. U kishi olim odam tushunadi. Shunday auditoriya, studentlar, sharoit sraz tug'dirib beradi. O'sha kishi haligi tufayli shu Samarqand viloyatida asalarichilar uyushmasi shu seminarlaru shunaqa bir o'quv kasalliklarni oldini olish texnologiyalar yangi innovatsion narsalar o'tamiz. Va eng oxirinchisi mana endi men qisqagina bir shularni aytgandim. Mana shu yechimlarni qanday bir oldini shu masalalarni oldini olish, qanday yechim qilish kerak deb o'zimni bir asalarichilar Samarqand viloyati uyushma rahbariyatidan kirgizyapman. Tushunarli. Bizga yozma bering, buni yana yozma olib ko'rib chiqamiz hammasini. Rahmat. Endi rahmat. Hurmatli hamkasblar, agar xo'p desanglar, mana 2 soat davomida sizlar bilan gaplashdik. Bir 10 taga yaqin fundamental yechish kerak bo'lgan masalalarni ham o'zimizda oldik. Hozir kimda agarda qo'shimchalar bo'lgan yoki yana boshqa fikrlari bo'ladigan bo'lsa, Savdo-sanoat palatasida iltimos bo'lardi. Shu narsalarni bizga yig'ib ko'rib chiqish uchun agarda kiritsanglar, biz hammasini mana bu qilinadigan ishlarga dastur qilib qo'shardik. Savdo-sanoat palatasi. Assalomu alaykum. Shunga bir yordam kerak bo'ladi. Hozir o'sha 5 ta mana viloyatlarda asalarichilar uyushmasini u yerdan respublika orqali yig'ib olamiz. Yana agar sizlarda qo'shimcha nima bo'ladigan bo'lsa, taklif bunaqa savdo-sanoat palatalar hamma viloyatlar ro'yxatga olgan, boshqa bo'lgan bo'lsa, ularni bersa biz ko'rib chiqardik. Lekin nimagadir bizda asalarichilar bo'yicha mana bu janubiy viloyatlar, vodiy viloyatlarida yo hech kim qatnashmadi, yo ularning xabari yo'q. Boshqa narsa bo'lmasa, ular bo'yicha yana o'zimiz gaplashishimiz kerak. Umumlashtiramiz hammalarda, hamma viloyatdan olib, masala bo'lmaydi. Rahmat. Ulug'bek aka, ruxsat bersangiz, biz dalchi davom etamiz. Yana bu yerda hozir qatnashmagan viloyatlarimiz ham bor. Balki o'sha viloyatga taalluqli bo'lgan masalalar bordir, boshqadir. Ularni endi o'zimiz o'sha yerdagi katta tadbirkorlar bilan yana bir muloqot qilib gaplashib chiqib umumlashtiramiz keyin. Bo'ladi aka. Rahmat hammaga. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Biz yana hali sizlar bilan bunaqa nimani davriy ravishda, doimiy ravishda o'tkazib boramiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.